Ders başlasak bugünkü dersimizin temisi asasen şu jadvaldagi shu. Shu men aniq kitobning o'ziga kirishdan avval jadvalda ko'rsatilgani bo'yicha bir kalıntı son bo'lsin deb ishlab qo'ydim. Biz oldingi qatimli ikki darsda shu hadis, yani ulumul hadisning tarixi va shu haqda yozilgan mashhur asarlar. Ondan tashqari shu ulumul hadisga avval kelishdan ilgari bilishga tegishli bir ma'lumotlar. Ondan boshqa shu butun ilmlarninki mabodi'lariga o'xshash bu usul hadisninki yoki musalal hadisninki mabodi'lari haqida to'xtaldik. Endi biz asosan kitobni ichiga kirib ketamiz bugundan boshlab. Bu kitobning ichidagi asosliq mazmun ulumul hadis yoki musalal hadis degan bu ilm asosiy jihatdan shu hadislarninki turlarga bo'lish bilan xulosalangan ilm. Shuning uchun bu hadisninki har nuqta bilan, har e'tibor bilan bo'linishlari ayrim nuqtadan o'xshamaydi. Masalan, hadisninki biz ulumul hadisni o'qishning g'oyasi, ulumul hadis o'qishda bo'lgan maqsadlar haqida to'xtalganimizda, buning maqsadi hadislardagi maqbul hadis bilan maqbul bo'lmagan hadisni, ya'ni sahih hadislar bilan saqih hadislarni buni ayirish deb o'tdik. Shunga bu sizlar shu nuqtadan biz hadislarni cho'ng jihatdan shu maqbullik, ya'ni buningga amal qilinadigan Abu Rasulullohning so'zi deb qatorga ilinib, buning javob deyillikka, har narsaga yaraydigan tur, yana bir tur mardud, ya'ni buningga mustaqil bo'lgan bir dalil sifatida ilishga bo'lmaydigan, yakanda buningki rad qilinadigan deb bu nuqtadanmi biz bilamiz. Bu mayadagi bu siziq bugungi bizning temamiz emas. Bu nuqtadanmi hadislar nihoyat ko'p turga bo'linadi. Masalan, hadis maqbul hadis, mardud hadis deb cho'ng turga bo'lib, maqbul hadisni biz umumiy jihatdan to'rt turga, mardud hadislarning turg'un buningmi raj jihatdan bo'linadiganlar bor. Bu bir nuqtamiz. Ikkinchi nuqta, biz mas'ul tarafdagi majlislarga qarasanlar, hadis onun isnat qilingan, ya'ni hadis undan naql qilingan yoki bundash qilmizda hadisninki matnisi undan sodir bo'lgan, ya'ni hadisni degan yoki hadis uning qiliqini, uning axloqini, uning taqriratini rivoyat qilgan shaxs. Ya'ni bu hadis kimning so'zini naql qilyotidi, kimdan naql qilyotidi, buni qarab bilamiz. Masalan, bu ma'lum nuqta chiqadi, masalan, men jihatul musnad ilayh deb. Endi buningki bu nuqtadan bilgan chog'imizda hadis bir hadislar va kitoblarda uchratisizlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z Rabbidan rivoyat qilib bundoq deydi deb, ya'ni Alloh nisbat bilgan. Yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida Alloh bundoq deb lekinde bevosita Allohga nisbat berilib so'zlanadigan hadislar bor. Ya'ni bu hadisning degichisi, ya'ni bu hadisninki naql qilingan manba kim desa, bevosita Alloh subhanahu va taolo Allah Celle Celaluhu'ya nisbat berilganligi uchun bu hadislarni ismi hadis quddusi deymiz. Yoki bir hadislar va hadislarni buni javob ko'pincha hadislar shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ya'ni ma'uzi payg'ambar nabiy deb biz hadisninki ta'rifini bayon qilganimizda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlagan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan, payg'ambar sallallohu taqriroti, payg'ambar sallallohu axloqi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zininki jismoniy bo'lgan shakli va hokazo. Bular naql qilinib, bu temininki, ya'ni mushu hadisninki asli naql qilingan manba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lgan bo'lsa, buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, buni biz hadis marfu deb bo'lamiz. Yakanda ma'lum bir sahobaning so'zi, masalan, Amirul Mu'minin Abu Bakr buni dedi, Amirul Mu'minin Abu Bakr buni qilgan, mudalla o'qigan degan nurg'un hadislar bor. Ya'ni bu hadislar masalan mavquf deb bilamiz. Demak, bu nuqtadanmi, yana masalan tabiinlarning so'zini naql qilgan hadislar bor. Bu nuqtamiz. Masalan, bu nuqtadanmi to'rt turga bo'linadi. Masalan, hadislarninki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam naql qilgan marfu, Alloh tomonidan naql qilgan hadis qudusi, sahobadan naql qilingan bo'lsa, hadis mavquf tabiindan bo'lgan bo'lsa, maqtu deb bilamiz. Buning ayrim ta'rifati keyin chiqadi. Bu bizning bugungi temamiz emas. Ammo bugungi bizning temamiz asosli nuqta bu hadisninki sanatninki, ya'ni hadisninki bizga rivoyat qilinish yo'lininki
sani qarab turib bilinishi. Men jihat ta'addud turuqihi deydi. Hadisninki bizga yetib kelguchi bo'lgan yo'li, ya'ni sanatlari, bu sanatlarning soniga qarab turib bilinishi. Bu sonlari cho'ng jihatdan bu soni qarab turib hadisni ikkiga bo'lamiz. Ya'ni majadavalga o'xshash qarasanlar bo'ldi. Cho'ng jihatdan ikkiga bo'lamiz. Birinchisi bu bizga hadislar rivoyat qilgan sanatlar, shu bir matnni, bir hadisni bizga yetkazgan yo'l, u hadisning sanadi bu joyi ma'lum son bilan sanaladigan, yoki 3, yoki 4, yoki 5, yoki 1, yoki 10 degandek ma'lum bir son bilan sanaladigan, muayyan mahdud bo'lgan cheklik sondagi odamlar rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadisning ismi hadisul ahad deymiz. Yani chiqadi. Agar bu hadisni onda bir muayyan bir son bilan belgilik bo'lgan, ya'ni oz sondagi shaxslar emas, yana bu ko'p bo'lgan odamlar. Bu ko'plikning soni haqida ayrim kitob kirgan joy to'xtalamiz. Bu qanchalik ko'p? Bu kitobning ichida nachaylik bayon qilingan. Bu ko'plik muhim emas. Eng muhimi odatda aql yoki odat ularningki yolg'onga birlik kelib mumkin emas deb qaraydigan bir sondagi kishilar rivoyat qilgan bo'lsa, ya'ni ko'p odamlar rivoyat qilgan bo'lsa. Yana birisi bu ikkinchi shart, bu hadisni u odat yoki aql ularning o'rtaq bo'lgan bir xatolikningki, ya'ni u yolg'on emas, o'rtaq bir xatolik, o'rtaq bir sahvanlikning birdak yuz berishini mumkin emas deb qaraydigan bir sondagi shaxslar rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadisni biz hadisi mutawatir deymiz. Hadis mutawatir deymiz. Endi bu mutawatir deganimiz bu yerda kitobning jadval qilib turganda mutawatir deganimiz bu asas jihatdan ikki turga bo'linadi. Mutawatir lafzi, mutawatir ma'naviy deymiz. Endi mutawatir lafzi deganimiz sizdan chiqib turdi. Bu lafzi onanki shu bizda yuqori deganimizdek hadis mutawatirning ta'rifida so'zlaganimizdek mushart hadisninki lafzi tepilgan. Demak, lafzi tepildi degan ma'nosi tabiiylikda onun tepiladi. Demak, hem lafzi hem ma'nosi o'rtaq shaklda odat ularninki yolg'onga birlashib kelishi yoki endi ularning o'rtaq bo'lgan bir xatolikning yoki o'rtaq bo'lgan bir sahvanlikning hammasini o'xshash sodir bo'lishini mumkin emas deb qaraydigan bir sanoqli kishilarninki rivoyat qilinishi bu hadisninki mutawatir lafzi bo'lgan bo'ldi. Demak, bu lafzi ma'nosi shunday bo'lgan. Ammo mutawatir ma'naviy deganimiz, yoki mutawatir ma'naviy degan mutawatir ma'naviy, mutawatir lafzi qaragan chaqda bir oz tuban daraja nima hodisa mutawatir lafzi mutawatir emas. Bu hadisninki biz nuqta qilgan, biz hadisning umumiy bo'lgan lafzi, umumiy bo'lgan gavdasi, umumiy bo'lgan ma'nosi o'rtaq bo'lgan shundoq biz yuqori deganimizdek bu sonda, bu hajmdagi, bu xil mutawatirninki yo'llari qo'yilgan shartlardagi shartlar bilan kelgan emas. Ammo bu mutawatir ma'naviy deganimizda biz maqsad qilgan bir muayyan bir ma'no bor. Hadisning ichida asosli gavlangan bir ma'no. Mushu ma'no bir qanchilgan hadislarda, ya'ni mutawatirninki shartdagi shu ko'p sondagi bir qanchilgan hadislarda, ya'ni 30, 40, 50 ga o'xshash masalan, nayt ko'p bir sonlarda o'rtaq bo'lgan mushu bir xil mazmun, ya'ni mushu ayni lafz bilan, ayni matn bilan, ayni bo'lgan sanatlar emas. Mush ayni bo'lgan bir ma'no bir qanchilgan sahih bo'lgan nimalarda va sanatlarda tilga ilingan bo'lsa, bu o'rtaq bo'lgan bir o'rtaq nuqtadagi bu ma'no mutawatir hisoblanadi. Bu hadisning lafz emas, hadisning sanat emas, faqat mushu ma'no mutawatir bo'lgan bo'ldi. Bu xil hadisni ulamolarimiz mutawatir ma'naviy deb atagan. Endi mutawatir lafzi degan nima, ma'naviy degan nima, hali kitob kirgan chog'da taxmin tafsilga to'xtalamiz. Bu biri hadisninki mutawatir. Endi mana ikkinchisi biz ahad deb bir gap o'tib ketgan. Ahad deganimiz shu mutawatirga to'shmagan. Ya'ni odat ularninki yolg'onga birlashib olishini mumkin emas deb qaraydigan sondagi hajmdagi odamlar, ya'ni ko'p, ya'ni 20, 30, 40, 70, ba'zilar 70 dedi, ba'zilar 12 dedi, ba'zilar 20 dedi. Demak, mushunday ko'p sondagi odam rivoyat qilgan hadis emas. Mush mutawatir shartiga to'shmagan butun hadislarning hammasi buning ismi ahaddir. Ahad deymiz. Ahad. Ya'ni hadis, ya'ni bu ahad degani qanday ahad bo'lsa, bu bir odam rivoyat qilgan hadisga deb tushunib qolmaydi. Ahad deganimiz mutawatir shartiga to'shmagan butun hadis, mutawatir shartiga to'shmagan har qanday hadisninki ismi bunimidir va ahaddir. Shunga bu ahad degan joyda lafzi ahad degan bilgan gapganda bir odam rivoyat qilgan hadis savg'a deb qolsa xatolashgan bo'lamiz. Ammo bu ahad hadis mutawatir dalil to'shmagan hadislar, buning yo'limi
yo'ldagi bizga kelgan, ya'ni bizga hadisni yetkazgan raviylarninki soni, yo'llarning soniga qarab, bumi cho'ng jihatdan bu hadis 3 qismga bo'linadi. Masalan, birinchi qismi qaysi desa, mushu hadisninki sonida, hadisning sonida 3 yoki 3 dan ortiq bo'lib, mutawatir shart qo'shmagan bo'lsa, 3 dan ortiq bo'lib, bak 20 tas 40 bo'lib ketgan bo'lsa, bu mutawatir bo'lib turadi. Endi 3 dan ziyoda ekan, lekin mutawatir deylik to'shqidek darajadagi bu xildagi mutawatirning soniga yetmaydi ekan. Bak mutawatir deyil desak, u xil mutawatir qo'yilgan talablardagi son to'shmanlik. Ammo 3 yoki 3 dan ziyoda 4, 5, masalan 6, 7 deganda bu xil kishilar rivoyat qilgan bo'lsa, bu xil hadisning ismi mutawatir, mashhur bo'lgan bo'ldi. Demak, hadisi mashhur deganimiz eng tuvan chakda, eng tuvan tabaqada raviyning soni, ya'ni rivoyat qilgan yo'lning soni 3 dan oz qolmagan bo'lsa, buni biz mashhur deymiz deydi. Endi bu yerga qarasak, aziz deydi. Aziz degan qanday hadis desa, aziz deganimiz buning sanadi, ya'ni rivoyat qilib bizga kelgan yo'l, hadisning sanadi 2 bo'lgan bo'lsa. Yana ba'zi kitoblarga qarasak, yani 3 bo'lgan bo'lsa, 2 yoki 3 bo'lgan bo'lsa deb keltirganlar bor. Masalan, nurg'un kitoblarga qarasak, 2, hatta ba'zilari 3 ni qatqan. Ammo Ibn Hajar rahimahullohning, Hafiz Ibn Hajarning tanlashi ham keyingi bizningki davrdagi ulamolarimizning hadis aziz kelgan ta'rifi qasisi 2 kishi, yana tabaqalarning qaysi bir tabaqada eng az bo'lganda 2 yo'ldan kelgan bo'lsa, hadisning kimisi sanadi 2 bo'lgan bo'lsa, bu hadisning bo'lgan bo'ldi, aziz bo'lgan bo'ladi. Ammo 3 olib kelsa jo'y desa, mashhur bo'lib keladi. Ya'ni hadis mashhur qatoriga kiradi deganni bu muhaqqiqlarimiz ham bu xususan bu Hafiz Ibn Hajar buni bakroq mushkil bo'yicha o'zining kitobida shunday bayon qilgan. Ammo Imom an-Navaviy, Ibn Salohlar ba'zilari, hatto Bayquniymi buni 2 ham 3 deb mashhurni erishib qo'ygan. Bunday bo'lgan chog'da agar raviyning sanad soni 3 bo'lib qolsa, hem aziz hem meşhur kaldı. İbn Salah'ın digine yakında Mao Navi'ninki Bayquni'nin digine buyunca. Ama İbn Salah bunu ayrı için 3'ün artık boğunu bu meşhur has. Ama aziz digenimiz fakat senet 2 olgan bolsa bunu aziz deymiz degen ki 2'ge has kıldı. Nima uchun mushu san 3 olgan chaqda aziz bilan meşhur erişip qalmasligi uchun bu İbn Hajarning chiroyli bo'lgan bir tahqiqi buni bilishimiz kerak. Üçüncü birisi garip. Hem de garip degenimiz bu hadisteki garip degenimiz hadisninki ravi, yani hadisninki bizga yol, hadisning sanadi, yani tabaqlardan qaysi bir tabaqada hadisdagi raviyning soni 1 chiqib qolgan bo'lsa, yani 1 bo'lib qolgan bo'lsa, yoki sahobasi birlam sahobani rivoyat qilinibdi, keyin ko'p odamlar rivoyat qilgan bo'lsa-mi? Chiqib mushu eng oz tabaqada, qaysi tabaqada bo'lsa, raviyning soni 1 bo'lib qolgan bo'lsa, bir sanatdan kelgan bo'lsa, bu xil hadisni hadis g'arib deymiz. Endi bu g'aribni bir qancha bo'ladi, kitobdan chekkan joyda ko'rsam bo'ldi. Demak, bu jadvalni qallaningizda, zihningizda nihoyatda chiroyli saqlab olishga tegishli bo'lgan mazmun, qolgan boshqa so'raydigan savollar bo'lsa, lekin madrasani chiqib bo'lgan chog'imizda qilsak demakchi. Endi mana hadisga kirishdan avval yo'l degan masala chiqdi. Boyagi hadisninki bizga kelgan yo'llari degan masalada shuni men oldin qatimda tushuntirgan sanad degan gapni. Ya'ni hadisdagi sanad, hadisdagi yo'l degan yoki isnod, ya'ni ba'zi atlashimizda ma'nosini tushunsak, undan keyin maktab taxmin chiroyli tushunamiz. Shunga men suratni chiqardim. Bu suratni qarasanglar, bu suratda aslında gap o'rnasi turadi. Nima? Imom Tirmiziy. Masalan, İmam Tirmizi'ninki mushu shaxs İmam Tirmiziy bo'lsa, aslında ismi İmam Tirmizi'ninki mushu pistiki mushu har bir kelgan mushu yo'l, mushu bu bizningki hadisning sanadi, hadisning isnodi yoki hadisning yo'li hisoblanadi. Masalan, İmam Tirmiziy bu hadisni bevosita Rasulullohning anglab yozgani yo'q kitobiga. Cho'qim İmam Tirmiziy kitobiga yozishdan avval bu hadisni yuqorida bir ustozdan olgan bo'ladi. Ustozdan olgan bo'ladi. Ustozdan olgan bo'ldi. Mana bu İmam Tirmiziyninki ustozi, İmam Tirmiziyning ustozi, ustozdan olgan bo'ladi. U ustozimi yana İmam Tirmiziyning ustozi, u sahoba emas, masalan. U kishi
Sahab bo'lmag'achqa u yuqoridagi yana bir tabaqani anlagan bo'ldi. Yana u kim desa, Imom Tirmiziyningki ustozining ustozi. Bu kishi mana emaskan va tabiin kitobida emaskan. Bu kishi hadisni yana u anglab kimdan aldingiz siz desa, bu deydiki bir tabiiy tabiindan men falan tabiin anlagan deydi. Ondan keyin o haddasana deb lekin yoki andiganlarda ish qilmashadiki, adasiqlardan qaysi birini ishlash orqali o palana tabiindan anlagan deb mutabiin desa, u tabiin Rasulullohni ko'rmagan. Shuna o bir tabiinga marja qildi. Men kimdan anlagan bo'lsa, falan tabiindan anlagan, ustozidan anlagan deydi. O tabiin, ondan keyin tabiin degan kim? O Rasululloh uchrashmagan odam o. O sahabani ko'rgan, sahaba uchrashgan odam. Bunda olgan ekan bu Rasululloh mundaq degan gaplarni qilsa, bu hadisidami bu yerda nima bo'lmaydi? Hadisda yana bu yo'lda uzuklik paydo bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi tabiinning ustida bir shaxs bor, u bo'lsa sahobiy. Bu sahobiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan, payg'ambar sallallohu davrida bo'lgan va mu'min peta hayotini oxirlashtirgan kishi sahobiy deymiz. Demak, bu müştahitdan qaragan vaqtda sahobiy degan kishi tabiiyligida bu payg'ambar sallallohu ko'rgan keyin, payg'ambar sallallohu davrida yashagan keyin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida musulmon bo'lgan ekan, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisni rivoyat qilsa, payg'ambar sallallohu ko'rdim, payg'ambar sallallohu oldim, payg'ambar sallallohu bunday qildi, uni qildi, buni qildi desa, bu nima bo'ladi? Bu u Rasulullohdan olganligiga undan keyin bevosita ulangan bo'ldi. Demak, isnat degan shunday bo'ldi. Hayli isnat degan shunday bo'ldi. Isnat degan Rasululloh, sahabe, tabiin, tabiin, undan keyin yana bir shayx, undan keyin yana bir shayx, undan keyin ondagi mesela Imom Tirmizi. Yoki masalan sahabedan keyin tabiindan keyin tabiin, undan keyin masalan Imom Buxoriy yoki Imom Ahmad. Bu haliqi musannifning yuqorisidagi sanatlar mushkul shaklda davom qiladi. Endi biz deganimizdek, mutawatir yoki ahad yoki aziz mushu sanatlarni qaysi birisiga kirmoqchi bo'lsak, biz ahaddan 3 turni mutawatir chizdik. Agar sahaba masalan, sahaba miyada bir tabaqa, tabiin bir tabaqa, tabiin bir tabaqa, undan keyin musannifning shayxi bir tabaqa, musannif bir tabaqa. Masalan, xo'sh, undan bo'lsa sahabisi agar ko'p sahaba rivoyat qilibdi. Sahaba nihoyat ko'pkan. Sahabalar nihoyat ko'p. Sahabalar masalan 70, 80, 30, 40 masalan nihoyat ko'p sahaba rivoyat qilibdi. U ko'p sahabadan nihoyat ko'p tabiinlar rivoyat qilibdi. Masalan har bir sahabadan 20 tadan tabiin rivoyat qilib nihoyat olib ketibdi. U tabiinlardan nihoyat ko'p tabiinlar rivoyat qilibdi. U tabiinlardan nihoyat tulum bo'lgan shaxslar rivoyat qilibdi. O'niki mushunda davom qilib, har bir tabaqada mushsan uzib qolmay kitоб kirgan qadar, shu kitob yozilgan qadar shunda davom qilgan bo'lsa, bu hadis nima bo'ldi? Hadis mutawatir bo'ldi. Demak, asli mush tabaqalarning qaysi birisi bu san azqamiz bo'ldi. Hatto sahobalardami bu san azqamas kerak, shunda ko'p sondagi ajmli kishilar rivoyat qilish kerak. Bu mutawatir. Endi ahad deganimiz uchun desa, ahad buningki nimasi? Musallada masalan ahadni 3 bo'ldi-ku, mashhur aziz g'arib deb. Mashhur, demak, mush tabaqalardan qaysi bir tabaqada, yo'da masalan Tirmizining topsiki tabaqa 5 tabaqa bor ekan, mush 5 tabaqaningki eng az bo'lganda har bir tabaqada cho'qim 3, eng az bo'lganda 3 yoki 3 dan ortiq kishilar rivoyat qilgan bo'lsa, masalan sahabisi 3 ekan. Tabiinsi 20-30 olib ketsin mayli. Tabiiy tabisi 40 olib ketsin mayli. U shayxlar 40 olib ketsin mayli. Masala yo'q. Masala faqat eng az bo'lganda, aqal e'tiborimiz, eng az bo'lgan e'tiborimiz qaysi bir tabaqada eng az bo'lganda 3 odam qat qolgan bo'lsa, yoki shun ortiq odam qatdi 4 yoki 5 mutawatir o'xshamaydi ekan, bu hadisning ismi hadisi mashhur. Masalan, sahobisi 3 ekan. Tabiin java jiqgan tabiin jiqgan u jiqlarga qarab o hadis mashhurlikdan mutawatir o'zgarmaydi. Cho'qim mushadagi sahobasi az o'qigandan keyin bu nima qilaverdi? Hadis mashhurlikda davom qilaverdi. Masalan, ba'zi hadislar bor. Masalan, sahobisini aytdi, sahabisi hadisni rivoyat qilgan sahoba nima ekan bu? Bu 4 yoki 5 ekan, masalan. Ammo o sahobadan birini rivoyat qilgan yo'l, tabiin, bu tabiinni sahobadan shaxlaydi bu yo'l sanat.
Bu sahabadan kelgan bu yo'l nima ekan bu? Agar bu 4-5 emas, 3 to'xtab qolsan, tabiinisi 3 ekan buningki. Bo'lib qolgan bo'lsa, yenilma shu. Demak, mushu tabaqalardan qaysi bir tabaqada eng az bo'lganda ravining soni 3 chiqib qolgan bo'lsa, bu hadis nima bo'ldi? Va hadis mashhur bo'lgan bo'ldi. Masalan, endi uni g'itishlik aziz, masalan, baydaganimizdek aziz bu mu xabar rivoyatlarda aziz deganimiz mi, ya'ni o'xshashligida. Masalan, bu tabaqalar qaysi bir tabaqada mayli sahoba tabaqasida deyli, tabiin tabaqasida deyli, tabi'at tabiin tabaqasida deyli, bularning qaysi bir tabaqada ravining soni 2 chiqib qolgan bo'lsa, bu hadis azizdir. Masalan, 2 sahobalar rivoyat qilinibdi, lekin tabiin ismi nurg'on ekan, tabi'i tabiin nurg'on ekan, bu yo'l hadisning yo'li keyingi davrlarda kengayib ketibdi. Faqat sahoba davridagi bu hadisning yo'li nima ekan? Faqatla 2 ekan. Bu hadis yangi o'xshashi nimadir? Va azizdir. Agar sahabischa va sahobalarning yo'l kamar ekan, sahoba yo'l kamar ekan, lekin tabiin yoki tabi'i tabiin qaysi bir tabaqaga tushgan chaqda hadisning raviylarning soni 2 chiqib qolibdi. 2 chiqib qolibdi. Yana o'xshashliklar nimadir? Va bu hadis nimadir? Va azizdir. Demak, mush tabaqalardan masalan bu tabaqada deyli, yoki bu tabaqada deyli, yoki bu qaysi bir tabaqada raviylarning soni, hadisning yo'lning soni nima chiqib qolgan bo'lsa, 2 chiqib qolgan bo'lsa, hadis buning buldava hadis aziz bo'ldi. Ammo ahad muslimimiz bo'yicha olgan chaqda ahad degan nima desa, ahad mush hadis yo'llarininki qaysi birisi, masalan, mush sahoba tabiinlik mush tabaqalardan qaysi bir tabaqadagi raviyning yoki yo'lining soni 1 chiqib qolgan bo'lsa, bu hadis xabar vahid. Yoki chava nima xabar edimi? G'arib yoki yana pard degan ism bo'ladi. G'arib hisoblanadi. G'arib mushu hadisdagi raviylarningki soni 1 chiqib qolgan hadis. Masalan, bu hadisning soni ekan raviysi payg'ambarimizning anlagan tunji raviysi kim ekan? Sahabisi bir tal sahabi ekan, yolg'iz. Ammo o sahabadan nurg'ulgan kishilar anglabdi ki yo'li shuncha kang ekan, ammo shunda adamni yanlam bu hadis g'ariblikda, hadis ta'likda davom qilaveradi, hadis ta'likda gap. Demak, hadis g'ariblikda davom qilaveradi. G'arib degan shu. Endi majlislar bo'yicha ko'rsanglar, bu kallanlardan birida tushunishda buni chiqarib qo'ydik. Mushu sanat mushu. Yani bu sahabeler bir tabaqa, sahabe mesela Resulullah anlığını sahabenin anlığını tabi'in, onun anlığı tabi tabi'in, onun anlığını Musa'nın şeyhi mesela ya da ki bir şu Musa'nın şeyhi vardı. Muşunda devam kılmış tabaqalardan qaysi bir tabaqadaki ravilerinin sani bu qalgan bo'lsa, 1 chiqib qolgan bo'lsa, bu hadis g'aribdir. Endi hadis g'arib degan nima, bu deganda endi men kitobnasiga biz kirgan joyda inshaalloh tafsil tushunamiz. Tushunmagan joylar bo'lib qolsa, yozuq orqali yakunda boshqa ovoz orqali so'zsanglar bo'ladi. Kitobni o'sha o'chirsak, biz kitobni beshlandik. Taqsimul xabar yoki taqsimul hadis yoki taqsimul asar, bizning yuqorida bu asar, xabar, hadis haqidagi biz ixtiloflarni yoki farqlarni so'zlab qo'ygan bo'ldik. Xabar yoki hadis bizga yetib kelish e'tibori bilan, ya'ni xabar bizga yetib kelish e'tibori bilan bundan bo'linishi. Xabar bizga yetib kelish e'tibori bilan 2 qismga bo'linadi deydi. 2 qismga bo'linadi. Ya'ni biz bayda jadval bo'yicha deb bo'lganimizda buning cho'ng jihatda 2 dona qismi bor. Birinchi qism qasilsa agar uning uchun turuqun bila hasr adadin muayyan, ya'ni muayyan son bilan bekitili bo'lmaydigan darajadagi turuq ko'p yo'llari bo'lgan bo'lsa, u mutawatirdir. Demak, muayyan yoki 4 yoki 5 yoki 3 yoki 2 degilometr buna ait ko'p. Buna ait odamninki mushunchalar ko'p odamning bir so'zini deyishi odamga darhol lekinde zodi mush gap rostgan deb izlanmayotganda qayilgan darajadagi bir jamoat bir hadisni rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadis mutawatirdir. Yana degani shu, muayyan bo'lgan bir son bilan belgilanmagan, ya'ni mancha emas, nihoyat ko'p. Masalan, bu 70 o'g'ay, 40 o'g'ay, 120 o'g'ay yoki necha o'g'ay. Demak, shunda sondagi nihoyat ko'p odam bo'lgan bo'lsa, buning yo'lida bu hadis bo'ldi mutawatir bo'lgan bo'ladi. İkincisi qaysi desa, ikkinchi biz cho'nglar 2 bo'ldik. İkincisi
agar uninki muayyan bo'lgan son bilan belgilangan yo'llari bo'lgan bo'lsa, masalan 1 deganimizda 2 yo 3 uchinchi o'ng masalan mantiqqa chiqib bir sonlar muayyan son bilan bekitgan ma'lum odatdagi odamlar rivoyat qilib bo'lsa, bu hadisning ismi nimadir? Ahaddir. Bu hadisning taqsimoti ahad hadis. Endi xabar vahid degan misol shu. Ahad. Endi bu ahad nima bizningki bayqichanliqu ahadning o'zining ichida bo'ladi 3 qismga, mutawatir deganimiz yuqorida bayon qilganimizdek mutawatir bo'ladi o'zining ichida 2 qismga. Lekin likullun minhuma deydi. Mush har ikkilisining mayli mutawatir bo'lsin yoki ahad bo'lsin, ularning har ikkisining nurg'un qismlari va tafsilotlari bor. Masalan, mutawatir lafziy, mutawatir ma'naviy, masalan 2 qism. Va ana ahad bo'lgan joyda mashhur, aziz, g'arib 3 qism masalan. Demak, buning ayrim qismlari bor, bu qismlarning o'ziga xos alayliklari bor va tafsilotlari bor. Endi mushu ala qismlarni va tafsilotlarini men so'zlayman va kamroq yeyman, ya'ni kamroq bayon qilaman inshaalloh deydi. Deb gapini boshlabdiki va abda'u bi bahsil mutawatir. Men mutawatir tadqiqoti bilan boshlayman. Chunki mutawatir bilan boshlashlik sabab bu biri mutawatirningki o'rni, chunki mutawatir hadislardagi eng kuchli hadis. Endi bu mutawatirningki faqat buning ma'nosi Alloh tarafdan, lafzi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelgan yerlamba. Bo'lmasa o'qishlar bu o'qishlar Qur'onningki bizga naql kelgan yo'li bor. Qur'ondan bizga kelgan o'xshash. Qur'onning mutawatir bu bizningki xabar mutawatir, o'xshash mutawatir. Hadis mutawatirmi shu. Endi hadis mutawatirningki o'rni favqulodda bo'lg'achqa, ustun bo'lg'achqa, shunga bizning musannaf mutawatir bilan boshlamoqchi. Yakında bu mutawatirningki ichidagi bo'lgan gap nayt az. Xabar rivoyat nisbatan mutawatirda gap nayt az. Chunki mutawatirda buningda sanad tadqiqoti yakında uning o'xshash masalalarda bunda iznish yo'q. Shuning uchun bu mutawatir bilan ahadningki orasidagi selishtirgan chog'da tadqiqotlarga bo'linishga tafsilotga kirgan chog'da bu mutawatir nayt ko'p bo'lgach mutawatir nayt qizi tugashga mutawatirni bayon qilib bunu tugutib undan keyin tafsiloti ko'p bo'lgan ahaqqa kirishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin bu musannif. Unda da birinchi mabhas mutawatir xabar deydi. Mutawatir xabar endi nima desa buning ta'rifotida lug'atda tawatara din chiqqan yoki tavaturdan chiqqan ism fa'il. Tavaturdan chiqqan ism fa'il. Tatabu ya'ni orqadan kelgan. Birisi bizga ergishib, birisi orqadan paydan pay nima qilgan va kelgan demakdir. Deydi sen mesela tavatur al-matar deydi. Ya taqabuzu. Yağmur yaqqanda shunda chu orqani sanab bo'g'ilmayotgan. Xuddi yağmur chaqirib yaqqan joyda u yağmurninki tushishini bir birinchi qatim deb qilib bo'g'ilmay, orqa-orqadan buningcha muhimda orqa-orqadan keladigan bir ma'no o'xshashlik bo'lg'achqa bu yağmur tavatur al-matarga ishlatiladigan tavaturni bu xabardimi bunda sallarni bekitmayotgan orqa-orqadan ko'p yo'lli bilan kelgan bu xabarga bunga lug'at jihat ishlatilgan deydi. Bu bir. Islahda bu xabar mutawatir degan nima yoki hadis mutawatir degan nima desa, bu mutawatir degan buni odat, ya'ni normalda, ya'ni aql ularningki tawatu'ahum alal kazib, ya'ni uning yolg'onga til biriktirib olishi. Masalan, adam 3 odam bo'lsa, uchaydan o'xshashligida bundagi imdayli juma deb bir maqsadga kelaverishi mumkin. Ammo u odamning soni o qadar ko'pki, unda biz magatni birga deyishlar deydigan darajadagi bunda fursat yo'q. Demak, ularningki yolg'on ustiga tavatur til biriktirib olishi, birlashib olishini odat mumkin emas deydigan darajadagi, ya'ni odat mumkin emas deb qaraydigan darajadagi ko'p son odam qilgan bo'lsa. Masalan, bir xabarni birisi yetkazib 2 odam bo'lsa, ikkisi deyishib olib, ayaga olgan chog'da shunday gapni deylar, shunday taqtil deb qilish ehtimoli bor. 3 odam bo'lsa bor, ammo bu son shu qadar ko'pki, bularningki onda yolg'on ustiga birlashib olishi, endi birib biz maga bunda deb qo'yaylik, hammamiz o'xshash og'izda bunday gap chiqsin, biz shunday deydi juma deb deyishib olish, yolg'on ustiga ittifoq kelib olishi odat mumkin emas. Mushunda bo'lgan bo'lsa, mushunda ko'p sondagi odam rivoyat qilgan bo'lsa, undan keyin bu hadisning ismi bo'ldi mutawatir bo'lgan bo'ladi.
Unda da bu ta'rifning ma'nosi bo'yicha ta'rif asosan shu bir islohninki, yani mutavatir bu islohninki umumiy tafsilotlariga nurg'un ishora qiladi. Biz bu ta'rifning ma'nosi kelgan chog'da birinchisi o mutavatir degan nima ekan desa, ma'nosida huval hadis avul xabar allazi yarvihi fi kulli tabaq min tabaqat sanadihi ruwatun kasirun yahkumul adatan باستحالة أن يكون هؤلاء الرواة قد اتفقوا على إخلاف هذا الخبر. اختلاف هذا الخبر. Anda ekan o shundaq bir hadis, ya'ni mutawatir degan shundaq bir hadis, shundaq bir xabarki, o xabar yoki o hadis sanadining tabaqalaridan har bir tabaqada odat ularningki, odat ularningki, ularga rivoyat shu raviylarningki mush xabarni ixtilof uydirish, mush xabarni yolg'on uydirib chiqishiga ittifoq kelaverishini mahal tunaydigan deymiz-ku, yani mumkin emas deb qaraydigan, yani mumkin emasligiga hukm qiladigan mushundaq bir kishilar, yani kishilar allazi mushundaq kishilar rivoyat qilgan hadis va xabarni biz mutawatir deymiz. Yani her bir tabaqada başlıca sahabeler tabaqasi, tabiinlar tabaqasi, tabi'in tabaqasi bir qancha mesela 5 dona buni tabaqani ko'rsatib qo'ydim. Demak, bu tabaqadagi har bir tabaqadagi raviyning soni o kadar ko'pki, o kadar jiqki, odatda normalda bir odamningki mushuncha son, mushuncha ko'p hajmdagi odamlarningki, mushuncha ko'p adatdagi odamlarningki yolg'on mushunda bir xabarni o'ydirib chiqarilibmiz. Mushunda gap og'zimizda munda deyishvolli, munda gapni taqtilda birlashib olishi mumkin emas deb qaraladigan sondagi odamlar rivoyat qilgan bo'lsa, buning hadisni biz mutawatir deymiz deydi. Demak, ta'rifdan chiqqan bizningki xabar shu. Qolgan ma ta'rifda tushunmagan boshqa gaplar, so'zlar bo'lsa, yakunda shunga aloqador gaplar bo'lsa, sizlarga xito'la ba'zilar shu tushunmagan gaplarni ketib bo'lgan chog'lardan so'ramaysizlar, yozib orqali qilsanglar mayli, gapsa. İkincisi, hadis mutawatirning shartlari. Demak, endi bu har qanday shart, chunki bizniki qadimki ta'rif yoki qadimki tilimiz bo'yicha had, ya'ni bir islohning ta'rifi, ya'ni ta'rif. Bu ta'rifniki bo'lgan bir shart, bu nima desa, ta'rif bo'lgan shart, o ta'rif chuqum jami ma'no bo'lishi kerak deb qadim kitoblarda bayon qilamiz-ku. Demak, bir ta'rifning o'zidan falan narsani mutawatir degan nima desa, mutawatir degan mundaq narsa deb ta'rifni bayon qildi-ku. Mushu ta'rifdan har qanday bir ta'rifdan, yana bu ta'rifda shu islohninki shartlari, shuningki uning tegishli bo'lgan ma'lum talablar bayon qilingan bo'ldi. Masalan, mush ta'rifning o'zidan men sharh ta'rif, bu ta'rifni sharh qilishidan shu namoyon bo'ldiki, mutawatir degan anna tawatur. Mutawatirlik xabarda faqat 4 shart bilan nima qildi va endi chiqdi. Mush 4 shart bo'lmagan har qanday xabar, har qanday asar, har qanday hadis bu mutawatir bo'lmaydi. Demak, mutawatirning sharti 4 bu 4ni har birisini biz hozir bayon qilamiz. Demak, bu shu xil 4 xil shart yapilgan vaqtida, ya'ni 4 xil shartni bir hadis, bir xabar to'liqlagan vaqtida, undan keyin bu hadis, ya'ni mutawatir darajasiga yetgan bo'ladi. Ya'ni biz ta'rifni nima degan, uni adadi kasr rivoyat qilgan bo'lsa, ya'ni ko'p sondagi odamlar rivoyat qilgan hadis. Ya'ni buningga bizga yetib keladigan yo'l u hadisninki nihoyat ko'p demak. Nihoyat ko'p sondagi odamlar rivoyat qilgan. Endi bu shu ko'p degan gapning kimda bu chekligi, ko'piniki ko'p degan gapning yuqori chekanining hech qanday bir o'lchami yo'q. Ya'ni million bo'lamdi, milliard bo'lamdi, bizcha uningga sanab bo'lmaydi. Yani bunga shart bekitmaylik. Bu ko'p deganning yuqorisining cheki yo'q. Ammo eng tuvanchak qancha raviy yoki qancha dani san to'shqa vaqtda undan bu ko'plik tepiladi deganda, yana aqallilikka saytimiz. Ko'plik deganning eng tuvanchagi, eng izi deganda ulamolarimiz bir qancha so'zga ixtilof qilgan. Demak, eng oz bo'lgan chog'da qancha bo'lsa, mush adadi kasr, ya'ni ko'p degan shart tepiladi.
Yani mutawatir köp degan köp bo'lish shart-ku. Lekin mush köp degan shart qancha son bilan to'liqlanadi deydi. Endi buningda ulamalarimizda nayt köp degan ixtiloflar bor. Endi bu ixtiloflardan ba'zilari degan mushu raviyning soni 120 o'zibdi. Ya'ni har bir tabaqadagi raviyning soni 120 ga toshgan bo'lsa, ya'ni 120 dan ziyoda bo'lgan bo'lsa, undan keyin bu mutawatir bo'ldi degan. Ba'zilari 70 degan, ba'zilari 40 degan, ba'zilari 12 degan, ba'zilaricha 10 degan. Demak, bu yerdagi ulamolar orasida bu mutawatirningki kasrat degan, ya'ni mush ko'p son rivoyat qilish bo'lish degan mush shartningki eng tuban chekida nayt bir qanchagan qarashlar bor. Endi bu qarashlarningki ma ustoz nima aytdi? Al-Muxtor annahu ashxos deydi. Yani en tanlanan qarash, yani en tanlanan, en ilg'or qarash shuki, bu ko'p 10 shaxsdir. Yani 10 adam rivoyat qilgan bo'lsa, yani har bir tabaqada, masalan, Rasulullohning hadisini rivoyat qilgan sahobalarningki soni 10. Tabiinlarningki macha 10-dinchi. Masalan, o tabiiy tabiin 10-dinchi, mushunda 10-dinchi bo'lgan bo'lsa, undan keyin mutawatir bo'ladi debdi. Endi bu bizningki ustoz buni tanlagan ilg'or degan qarashlardan birisi. Endi bu yerda bizningki ulamolardan, ya'ni muhaqqiqlarimizdan ko'pincha bu yerda bu son belgisini to'g'ri deb qaramagan. Ba'zilari 10, ba'zilari 12, ba'zilari 40, ba'zilari 70 deb nurg'on son belgisga ba'zi taraf bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bir bo'lak muhaqqiq bizningki ulum hadis sohasidagi muhaqqiqlar bu yerda son belgisini bu ilmilik emas. Masalan, ba'zi kishilar, ba'zi mutawatirlikning shartlari, ba'zi ularningki yolg'onga bo'lib olishi mahol sanaydi degan ma'qul o'lcham 10 odam bilan chiqishi mumkin, ba'zi chava 20 odam bilan chiqmasligi mumkin. Ba'zi chava 40 odam bilan chiqishi mumkin. Bu songa bekitilish chava o emas, normal emas. Shuna miyadagi shunday shartli gap bor-ku, odat ularning yolg'onga bo'lishi mahol sanash kerak deb. Demek normal bo'lgan bir odatda ularning yolg'onga bo'lishlashini mumkin emas deb qaraydigan bir adat, ya'ni bir shaxslar har bir tabaqada rivoyat qilgan bo'lsa, buni biz mutawatir deymiz. Bu yerda muayyan sonni bekish to'g'ri emas. Masalan, normal bo'lgan masalan tabiinlar tabaqasida sahobalar tabaqasiga o'xshashgan. Masalan, tabiinlar tabaqasida normalda tabiinlardan odatdagi sig'ora tabiin kichik masalan bir ismini masalan bir ish qilib uchrab qoldigan bu tabiinlardan masalan 20-30 deb rivoyat qilgan bir hadis bilan masalan u tabiinlar ichidagi imom deb qaralgan shu sohada hamma odamlar ulg'acha va xudo qilib ular ergashayotgan shunday kishilarni rivoyat qilgan bu son bilan boshqalar tarafdan rivoyat qilgan sonda ma'lum farqlar bor. Masalan, normal odamlardan 20 odam degan gapki biz bo'sha ishlab tursak, normal biz ustoz degan, normal biz imom degan, biz ular xudo qilib mujtahid deb o'quvchi mazhabiga ergashayotgan peshvolarimizdan yoki 10 yoki 7 yoki 8 dan rivoyat qilsa-mu, biz uni xabarninki mushunda 7 mushunda kattalardan 8-10ninki bir yolg'onga bo'lishib olishcha mumkin emasligiga normalda biz buni qanoat qilamiz. Shunga bu yerdagi son belgisi masalasida amiyada bizningki bu kitobda bayon qilgani 10, ma'ni kallamizni tushunishimiz kerak. 10 dan to'la bo'lib kelsa bo'lmaydi, ammo ulamolarningki bu yerdagi bir qancha qarashini oldik-ku, sonlar haqidagi ixtiloflarni. Ammo muhimi son odat, ya'ni aql ularningki mushu yolg'onga bitil biriktirib, mushundaq bir xabarni deb chiqarib qo'ylar, og'zimizni mushiga tang chiqsin deb bir deyishib olishini, yolg'onni o'ydirib deyishib olishini mumkin emas deb qaraydigan hajmdagi son odamlar rivoyat qilgan bo'lsa, bo'ladi. Shunga buningki eng tubanchakka unda son bekitishga, agar zurrat deb qarasa, bizningki ustozningki 10 degani yoki 12 degan qarashlar bu biroz yaqin. Ammo son bekitmay, buningga shu o'lcham bo'yicha qanoat qilsam bo'lmaydi. Ikkinchi sharti esa mushu ko'plik har bir tabaqada bo'lgan bo'lishi kerak deydi. Ya'ni nimasi? Agar ma'lum bir hadisda buning sahobasi 10 ekan, masalan, yoki 10 ekan deyli, demak bu sahobasi tabaqasida bu hadisning mutawatir bo'lishidan talablar tamoman shudir. Ammo bu tabaqa hadisning sanadi tuvangi tushgan vaqtida bu hadisningki tabiiy tabiin yoki tabiinlar zamonasi kelgan chog'da buning yo'li o'zlab yoki 5 yoki 4 qilib qolgan bo'lsa, bu mutawatir emas. Demak, mushu eng tuvanchak deb qaragan mushu 10 degan son yoki bundan yuqori bo'lgan son
bu şu hadisning sahabasidan tortib ta bizga yetib kelgan qadar, ya'ni bizdigina shu musannafniki nimiz yetib kelgan qadar bu hadis shu bo'yicha davom qilgan bo'lishi kerak. Yana sahabasi 10 necha, masalan 10-miji, tabiisi 10 necha, 10-miji, tabiiy tabiin tabaqasini har bir tabaqa hadisniki mushkil bo'yicha davom qilgan bo'lishi kerakki, bu kasrat nima qilish kerak? Oshqul pitib mavjud bo'lishi kerakki, bir tabaqada ozlab ketib qolsa olmaydi. Masalan, tabiiy tabiinsi buningcha va qirg'anlikan. Tabiinsi 30-40 kan, ammo sahabasi 5-6 kan, 3-4 kan bo'lib qolgan bo'lsa, bu hadis bilan emas va mutawatir emas. Ya'ni mutawatir tabaqalarining har bir tabaqada bu ko'plik qilish buning sharti. Uchinchisi, bu gapni ta'kidlab ketdik. Uchinchisi, odat ularningki yolg'onga, yolg'onlam gapdi, yolg'onga birlashib olishini mumkin emas deb qaraydigan. Ya'ni yolg'onga birlashish mumkin emas deb qaraydigan bo'lish kerak. Agar bir odat ularningki yolg'onga bo'lishi mumkin deb qaragan bo'lsa, masalan, kitoblar ko'p misol keltirdim. Masalan, hammasi bir yo'qliq. Masalan, hadisni rivoyat qilgan sanatlarni ko'p qo'y. Masalan, mushu 10 da bir rivoyat qilib hadisni, ammo 10'isi bir mahallaga odamlar ekan. Masalan, bir yerda bir rayonning odamlari ekan. Bu bir mahalla, bir rayon bo'lgandan keyin bularni qo'lon qo'shan bo'lgandan keyin deyishib, bu yerdagi chava, ma'lum bunda gapni chiqirib, yolg'ondan bir gapni chiqarish ehtimoli bor. Shunga bu xil 10 bo'lsa-mu, lekin bu yerda bir nima va odat ularningki yolg'onga birlashishini muhosanamaydi. Yakanda hammasi o'xshash 10 odam rivoyat qilibdi, lekin 10'isi o'xshashligida ma'lum bir siyosiy mazhab yoki masalan o'z vaqtida shiilik yoki deymiz-ku, ma'lum bir siyosiy mazhabningki qo'llovchilari yoki qo'llovchilari bilanmi ma'lum darajaga da'vatchi. Bunda bo'lib qolsa, bu ko'pliklar o'zining siyosiy g'arazini yoki o'zining maqsadini oshirish uchun ma'lum bir yolg'onni 10 odam yoki 15 odam to'liqlamaydi, to'qimaydi, digilolmaydi. Shunga bu yerda bu san to'shqan bilan odat bularning yolg'onni o'ydirib chiqishini mumkin emas deb qaramaganlik uchun bu yerda muchava bo'lish mutawatir emas. Endi bu hadis masalan 10 odam rivoyat qildi, 10 dan ko'plar rivoyat qildi. Lekin bu hadis masalan Basradan bir ikki sahaba, Kufadan bir ikkisi, Madinadan bir ikkisi, yoki Makkadan bir ikkisi. Demak, endi bu rivoyatlar raviyalarning ba'zisi o mazhabda ba'zisi buni demakki bularningki unda bir yer yig'ilib o'ltirib, ma'lum bir g'araz, ma'lum bir muddao ustida birlikka kelib, bu hadisni yolg'ondan o'ydirib chiqarishga ittifoq kelishini odat mumkin emas deb qaragan bo'lishi bu hadisdagi hadis mutavatirdagi eng muhim shartlarning birisi. Endi buningki yana bir shartlardan birisi desa, endi ularningki xabariningki tayangan nuqtasi, ya'ni xabarini qabul qilgan tayangan nuqtasini bo'lish kerak va his bo'lish kerak deydi. Endi bizlar tushunishkiroq gap. Endi bu deganimiz nima desa, mutawatir degan bu mutawatir deganimiz bu bizdagi xabarlarningki yoki yaqinimizda bizdagi naqllarning ismi. Shuning uchun bu naqllar, xabarlar nimaga tayinlanadi deb aytgan chog'imizda xabar naqllarning hammasi hizqdan yurdi. Unda bo'lgan ekan bu yerdagi xabar naqllarning ismi bo'lib, xabar naqllarga tayinib turib, o'rtaq bir xabar, o'rtaq bir naql maydonga kelgan bo'lsa, uning ismi mutawatir. Ammo bu xabardan tayangan asliga asosi naql yoki nichava xabar bo'lmay, nima bo'lib qolgan, his bo'lmay, nima bo'lib qolgan bo'lsa, aql ijtihod bo'lib qolgan bo'lsa. Masalan, 40-50 odam aql ijtihod qilibdi, o'yinlabdi, tafakkur qilibdi, ma'lum bir yakuniga kelibdi. Masalan, 2 ga 2 ni ko'paysak 4 degan bu yakunni bu o'zimizning dunyodagi nurg'un kishilarning hammasi bu yakun kellik. Bu 2 ga 2 ni ko'paysak 4 degan bu yakunga biz ma'lum bir shaxsni anglab yoki ma'lum bir naql qilib yetdikmi yokanda aql ijtihod bilan yetdik bo'lsa, bu aql ijtihod aytiladi. Shunga bu agar buningki bizga chiqargan buningki nimasi his bo'lib qolgan bo'lsa, u mutawatir. Agar his bo'lmay aql bo'lib qolgan bo'lsa, buni chava mutawatir demaymiz. Masalan, his bo'lgan chog'da qanday bo'ldi? Yoki his bo'lgan chog'da agar so'z bo'lgan bo'lsa, sami'na, masalan, ularning sami'na deb turib, sami'na, ya'ni bir so'zni anglaymiz. Masalan, sahoba deydiki, Rasululloh munda dedi, men buni chava angladim, Rasululloh munda da'vat etdi deydi. Demak, bu qavli sunnatlar ishitildi. Masalan, ra'ayna, Rasulullohni munda ko'rdim, munda qildi. Bu Rasulullohning fi'li sunnatlar ishitildi. Yakanda lemasmi? Masalan, bunda tutib baqsam ya qattiq ekan yoki yumshoq ekan yoki u kan bu kan degandek, haliqi o'zining hissi, bizning havos ham zohir edi-ku. Ya'ni bizning 5 hissi a'zoyimiz bilan buni ta'kidlagan xabarni tuvanga naql qilib, mushkil hajmdagi kishilar rivoyat qilgan bo'lsa, buning ismi mutawatir.
Ama eğer o haberinin noktası nima bo'lmay, his bo'lmay aql bo'lgan bo'lsa, aqlga tayanib turib bir qanchalig'an odamlar bir yakuni chiqargan bo'lsa, bu odamlarningki bu yakuni yoki bu yetkazgan bu ma'lumoti, ya'ni mutawatir deb deyilmaydi. Endi buni masalan olamning hodis ekanligi masalan bu olamning hodis ekanligini biz hech kimni anglab demedik. Olamning hodis ekanligiga masalan nurg'un qaziyalarni tuzib, masalan har qanday o'zgargan narsaningki mutag'ayyirningki hodis ekanligini biz aqliy bo'lgan, mantiqiy bo'lgan qaziya orqali yetib bordik. Buning o'zini biz deymiz mutawatir demaymiz. Bu shul orqali kelgan bu xabar yoki bu yakun nima hisoblanmaydi va mutawatir hisoblanmaydi. Shunga 100 odamdan birisi kelib olam hodiskan desa, bu olam hodis kan degan bu gapni degan gibi xabar kelgan shu yetgan nuqtasi aql bo'lganligi uchun emas, bu hadis bunun so'zi ya'ni mutawatir emas. Agar desa, masalan bunday gapdan falani shunday gapni dedi. Masalan falani masalan bir olimning so'zini naql qilibdi. Masalan Zayd yoki Bakr olamni hodis dedi. Mesela bir yerde o yakını nakil kılmalıdır. Fakat semi'tu falan, mesela ben falandan anladım ki o alemle hadis dedi. Diyen gapni 100 tane kişi yoki 50 tane kişi nakil kılgan bolsa, alemning hadisligidan iborat bu xabar mutawatir emas, balki şu alem hadis diyen hele alemle hadis deganligidan iborat ma xabar. Alemle hadis deganligidan iborat bu nakli, yani bu so'zi, bu qavli bu bizga mutawatir bo'lgan yo'ldan yetgan bo'ldi. Demak, shu odamning so'zi nimadir va mutawatir. Shu odamning shu gapni deganligi mutawatir. Ammo olamning holiga bu yakun emas. Shunga bu yerdagi mutawatirningki sharti, chuqur mutawatirning oxirgi sharti u mutawatirni yetkazgan kendiki ravilari bor-ku. Ravilari chuqur o'zining yuqorishdagi, ya'ni hadisni oldigan o'zining shayxi masalan sahoba Rasulullohni ko'rgan bo'lishi, ya'ni ko'rgan ahvolni rivoyat qilgan bo'lishi, yoki nima qilgan bo'lishi va onlig'ini rivoyat qilgan bo'lishi yoki lamsi chiqib demak 5 hissiy a'zo bilan erishgan bir ma'lumotni yetkazgan bo'lishi kerak. Bu holatda undan keyin bu mutawatir bo'ldi. Ammo debdiki o'zimda xiyol qilibdi masalan aqli, masalan o'ylaymanki Rasululloh bunday qilgan bo'lishi mumkin. Va masalan faloni qilamanki deb o'ziningki aqli yakuni bilan naql qilgan bo'lsa, masalan mening aqlimcha, mening o'ylashimcha degandek bunday shakllarni keltirgan bo'lsa, aqli nuqtalarni ish qilgan bo'lsa, bu xabar mutawatir hisoblanmaydi. Ma gapni texmo bu kalamga aloqada taraflar bizlar kuchli. Buni kitoblardan tafsirli ko'rsatma texmo yaxshi tushunasizlar. Chunki meyada bir ma'lumot, bu bizningki mutawatir. Hadisni biz mutawatir deb bo'ldik. Mutawatir degan bu xil bo'lashni hadisni xabar rivoyat mutawatir deb bo'lashninki bu nima tarpima ilmi kalam bilan bo'lgan bog'lanishi biza kuchli yo'q. Shunga mutawatir degan shu nuqtaga shu yerdagi shunga bu yerdagi shu eng oxirdagi ma'nosini biza tafsili ko'rsanglar yakanda bir qancha misollar bor, shuni qilsanglar ham yaxshi tushunasizlar. Shundaysa mutawatirning hukmi. Mutawatirning hukmi nima? Endi mutawatirni biz ulumul hadisning g'arizimizni, hadisni tadqiq qilishdagi, ya'ni ulumul hadis qoidalariga solishimizdagi asosiy g'arizimiz nima? Bizningki hadisning ichidagi maqbulni marduddan ayirish. Ya'ni sahihni g'ayri sahihdan javob farqlantirishdir. Unda da mutawatir degan hadis bu maqbulmi, yo sahihmi, yoki undan boshqa bu nimami? Bu biri. Ikkinchi biri mutawatir agar biz nima qilsak mutawatirningki mutawatirningki buning kelgandan keyin buning yakunlagan xabari, buning bizga yetkazgan ma'lumoti qaysi xil darajadagi ilmiy foydali deydi. Demak, biz mutawatirningki hukmi kelgan chog'da mutawatir ilmu zaruriyni foydali. Ilmu zaruriyni foydali. Endi bu yerdagi bir inchki nuqta mutawatir, hadisi mutawatir ilmu zaruriyni foydali beradi deganning o'zidan buni chiqadiki mutawatir ilmi zarurni paydo degan gapdan bu mutawatirning ichida anda hadisni mardudlik qilishmiki, u zaifmiki, uyamaga degan gap hech qanday ehtimol yo'q. Chunki bu hadis mutawatir o maqbullarning ichidagi eng o'tab mukammal darajaga yetganki, hattoki buning ifodalaydigan xabari xuddi o'z ko'zimizdan ko'rgandek, o'zimiz shuncha va Rasulullohdan mushqulaqdan anglagandek o'zimizningki buni inkor qilish asla mumkin bo'lmaydigan darajadagi bir ilmni paydo bo'ldi.
Şuna çoğun jihatda bizdeki ilimlarning ta'rifiga kelgan chog'da ilm cho'ng jihatdan bizda mau hammasi baydago kalam bilan bog'lashib deb bu kalamda bu ilmning cho'ng jihatdan ikki turga bo'lamiz. Masalan, cho'ng jihatdan birinchi tur qazisi ilmul qadim, ya'ni biz ilmul hadis. İlmul qadim Allah ta'ala, hamda Allah'ın ilmi ilmul qadim. Şuna bununda bu Allah'ın ilmi, Allah'ın zatı, Allah'ın sıfatları. O şekilde hammasi qadim bu İkincisi ilmul hadis mi çava yine onun içinde iki bulunuyor. Yani ilmul tasavvur, ilmul tasdik der. Ama ilmul tasavvur bo'lsin, ilmul tasdik yine her ikisi o'zining zatida yani iki bulunuyor. Yani tötkü. Demek ilm qaysi desa biri ilmul zaruri, yani birisi ilmul nazari. Yani ilmul zaruri, ilmul nazari. Endi bu nazaridan bilinadigan taraflarim bor. Demek ilmul zaruri, ilmul nazari degan nima esa ilmul zaruri deganimiz bu hech qanday bir dalil pakis olmaydigan. Yani bu insanga onu değil paksiz, bunun ispatınız var, o mu bu mu da bunu pak talep kılmazdır. İnsan onu tasdiqlashga umub qoldigan o mecbur qoldigan mushkil derecedeki ilimni biz nima deymiz? İlmu zarur deymiz. Mesela aptab chiqqan bir kunduz kunlikda chiqib, osmonda quyoshning bor yo'qligiga değil pak ketmaydi. Bu mesela zaruri. Mesela üzümüz aldığımızda köydük. Mesela kulumuzda bunda çıkardık, mavi kançaydık, töttüdük şunda. Demek bu töt diyen sanırım ki üzümüz közümüzden köydük. Bunu töt emez de bunu inkar kılışkı. Hiç kanda bir insanın közüden köygen insanın inkar kılışkına kurbu etmeyi. Demek bu mu bizdeki ilmu zarurinin ki misalleri mesela bunu yollayayım ancak. Demek ilmu zarurine paydırıyordu. Bu xuddi Resulullah'dan kelgan mutawatir hadis kendisi xuddi Rasulullah mush qulog'imizda anglab mush ko'zimizda ko'rgandek uni tasdiqlash bizga javob zarur. Biz istiroriy buningda hech qachon bunda da bana ko'z haqqimiz yo'q. Buningda shunda Rasulullohni anlagandik-lam buning chiqqan mazmunni sallamlar deb turishimiz buning javob vojib emas. Yana qanday ilm degani inson uni shundoq bir tasdiqan joziman shundoq keskin tasdiqlashga yazdarru yani mecbur bo'lib qoldigan bir yaqin, bir jazmiyatga go'yoki ishini uzuk ko'rgandek. Kama o'shay amr bi nafsi go'yoki shu ishni uzuk ko'rgandek. Masalan bu bizga sahabadan tabi'in naql qilindi shunda. Bunda qilgan bo'lsa-mu, ammo mutawatirning hukmi mutawatir kelisning hukmi xuddi Rasulullohning o'zimiz ko'zimizdan ko'rgandek. Shu so'zni Rasulullohning og'zidan o'z quloqimizdan olgandek buni tasdiqlamay bo'lmaydigan darajadagi bir ilmni tasdiqlashni bizga zarur qildi. Mesela şunda bir üzüp görgen bir insan, mesela bir işine kemal şahit ama bir insan bir işini üzüp görse, köz aldırırken, mesela aldığımız durvatkan bu ne şunda o? Bunu tasdiqlashda insan, umutlu insan o qanday bunu ikkilensin. İkkilen mümkün emas. İkkilenmeydi o. Şuna ikkilenmezlikinde bunu yapmaydı o. Yani ikkilenmegine dek bu nima demi? Hadis-i mutawatirda mı ikkilenmeydi. Köz aldığımızdaki mavi kançarısı töt dep aldığımızı köygünümüzdek, aldığımızı köygen masanını bu töt emesti, üçtü işki dep deyiş ki biz ikkilenmegenimizde hadis-i mutawatir kegep Resulullah onun dedi, bunu kıldı degen çağımızda bunun Resulullah'ın üçüzü Resulullah'ın kılık ikenlikini tasdiqlashda hiç qaçan bir nima qilmaydi va ko'nglimizdan ikkilanish qilmaydi. Bu mutawatir bizga beradigan foydashi. Şunda xabar mutawatir maşında. Muşun jihatdan mutawatirning hammasi maqbul. Bayinimizda mutawatir maşında u mardudmiki, yo zaifmiki, uki degan gapdan hech qanday bir ehtimoli yo'q. Shunga eng muhim gap ma'lum qilsam, shunga mutawatirning har qanday maqbul, mutawatirning har qanday olimiz degachki, mutawatirning raviylarining ahvolini tadqiq qilishga ehtiyoj yo'q. Şu mutawatirning raviylari, mesela sahabani tabi izlab buni maqbul mi g'ayr maqbul deb o'ltamaymiz, ammo sahabaning tuvindagi har qanday bir raviyni biz jarh ta'dil qiladi ulamolarimiz. Ma'ning hadisi maqbul deb, ma'ning emas deb, ma'ning siqat deb, ma'ning adil ma'ning deb. Ammo mutawatir hadisning raviylarini tadqiq qilib o'ltirishga hojat yo'q. Chunki o'sha biz yuqorida qo'yib qo'ygan mutawatirda o'tirib qo'ygan 4 shart bor. Bu shart to'liq bo'lgan ekan bu şartninki üçüncüsü en mühim. Bunda şart tepilgan ekan, buningda asla bunun ravilerininki birasininki ahvolining sahih bo'lishi va ishonchsiz bo'lishiga bu xabarning maqbul bo'lishi qarshi bo'lib qolmaydi. Shuning uchun bu mutawatir degan xabarninki aytdi o'rninki o kadar yuqorliqini, hattoki bunun ravilerininki buni qanday raviyda buni izlashning kerak yo'qligini buni bilib olsa bo'ladi. Mesela bu nurg'un shu bizning kundalik ahvollarimizni o'xshaydi. Masalan, deyli
bir inson biz masalan biz nimaga berib boqmadik, masalan Parijga berib boqmadik, masalan Fransiya Parijga berib boqmadik. Ammo Parij degan shaharda bir tumur munoning borligidan ko'rib boqmadim, lekin uningda ikkilanmasni ishini. Hatto mush xabarni menga yetkazgan odamlarningki ishonchlisini surishti qilmayman. Nimishqa Müslümanın ağzı qalsaqma Parijda bir tumur munavada bunu so'zlayotgan, kofirning ağzı qalsaqma shuni deyotgan, odatli odamning oldiga qarasaqma so'zlayotgan, bir sayyoh olimning ağzı qarasaqma shuni deyotgan. Demak, har bir shaxsning ağzın o'rtaq bir Parijda tumur munaning borligini bizga nurg'un yo'llarga yetdi. Endi biz qo'pib, Parijda tumur muna yo'qday deb ikkilanishki hech qanday o'rin yo'q. Hem shuningdek bizga birisi bizga mushu Parijda tumur muna borligini yetkazgan nurg'un yo'llarimiz bor. Endi bu yo'llar ismimizdami yo'q hozir masalan. Bu yo'llarninki bu odam qanday odamdilar, bu ishonchlikmidilar, ishonchsizmidilar deb buni surishtirishimizga yo'q ehtiyoj yo'q. U xabar bizga shu qadar ko'p, shu qadar jiq yo'ldan keldiki, mushuncha vola shu dunyodagi nurg'un insonlarning bizga buni mushkul shaklda o'ydirib yetkazishni odat namda qo'ydi va mumkin emas deb qo'yadigan sonlik odam. Shunga buni raviylarim tashib o'ltamaymiz, buni tasdiqlashga ikkilanib o'ltamaymiz, hattoki buningki raviylarning ahvollarini surishtirma qilmaymiz. O'rtaqligida hadis mutawatir maqbul bo'lgan bo'ladi bu bir. Endi hadis mutawatir oldin jadvalda ko'rganlarda mutawatir bu qismlari deydi. Mutawatir xabar mutawatir cho'ng jihatda ikki qismga bo'ladi. Biri mutawatir labzi, mutawatir ma'naviy. Endi mutawatir labzi degan nima desa, mutawatir labzi uning labzi ham ma'nosi o'rtaq mutawatir bo'lgan. Demak, labzi mutawatir bo'lgan gap, chunki labzi degan ma'no qalafa, labzi mutawatir tabiiy ekanda ma'nosi mutawatir bo'ldi. Demak, bu ham labzi ham ma'nosi mutawatir bo'lgan bir hadisni biz mutawatir labzi deymiz. Mesela Resulullah'ın men kezebe aleyhi mutaammiden felyetabevve ma'qadahu minan nar degan bu hadis mesela. Bu hadis mushkil labzi. Yani mushkil labzdan kelgan ma'nosi bunday keldi. Mushkil labzi bilan bu hadisninki hem labzi hem ma'nosi mutawatir. Nima qilsa buni 70 nechidan sahoba rivoyat qilgan deydi. Ravohu biz avval sabana sahabiyat. 70 nechi sahoba rivoyat qilgan. 70 nechi sahabasi 70 nechi degan ona ko'p son 70 nechi sahaba birisi shunda 70 nechi sahabaninki ko'p yilgan santoshdi. Endi bunning 70 sahabalar mushkulninki yolg'onga bu sahvallikka o'rtaq bir sahvallikka shubha ehtimoli asosiyati 0 yo'q. Shunga bu mutvat. Ammo buni tu'ndagi masalan tabiiy tabiillar kelsak, bular o'rtaqligida shunda buning son, ya'ni shu bizningki mutawatir qo'ygan o'lchamdan ozlab ketmagan. Shunga bu hadisni nega bo'lsa hadis mutawatirga mushadisini ko'p keltirdi. Chunki hadis mutawatirda ulamolarimiz mutawatir hadisni oz, mutawatir hadis zodi ba'zilar javob bek tepilmaydi deganlarmi, mush hadisninki hadis mutawatir ekanligini nima qilishdan inkor qilinmaydi. Shunga bu hadis mutawatir babida deyiladigan islam. Yana birisi endi hadis mutawatir ma'naviy qasamda mutawatir labziga shu mutawatir ma'naviy qadisa buningki ma'nosi mutawatir bo'lgan labzisiz deydi. Labzi mutawatir emas, mushkil labzi. Ya'ni bu bizni oldimizda turayotgan bu hadisninki sanatdan oxirgi ma'nini bilgango mushkil matni bizda mutawatir bo'lgani yo'q. Onda bu xil ko'p sondagi, bu xil ko'p hajmdagi yo'llarga rivoyat qilmagan. Ammo bu xil labzi bo'lmasimi, ammo mushu biz hadislarning orasida o'rtaq bo'lgan bir nuqtadagi bir ma'no bor. Bir ma'no biz asosliq maqsad qilgan bir ma'no va asosiy bir gavda bir ma'no va mushu ma'no bir qancha yo'ldan yoki nihoyat ko'plagan shu mutawatir darajada tuzilgan darajada nihoyat ko'p yo'ldan kelgan hadislardagi o'rtaq bo'lgan hadislarning ichidagi o'rtaq hammasida mushkul ma'no nima qilgan gavdlangan bo'lsa, ya'ni shu ma'no gavdlangan bo'lsa, ammo buni labzi boshqa labzi, ammo bu hadislarning hammasining yo'lini ayrim olsak, hammasi ahad hadislar. Hammasi ayrim shu matni bilan, shu labz bilan ahad shaklida kelgan. Ammo bu ahad shaklida kelgan hadisning ichidagi bir ma'no, bir biz aytmoqchi bo'lgan bir mazmun nima qilgan u hamma hadislar ko'p hadislarda, ya'ni mutawatir ko'p hadislarda mush o'rtaq bo'lgan bir ma'no nima qilgan u mutawatir bo'lgan. Endi buni bu labzi mutawatir emas, labzi uni ahad olib ketdi.
Ama muşu ma'na muşundan ait köp sani kelgan jihatdan buni ulamolarimiz mutawatir deb atadi, ammo mutawatir ma'naviy. Bu muşun ma'na nimadir va mutawatir. Masalan, duoda qo'l ko'tarish hadisini keltirib. Masalan, duoda qo'l ko'tarish hadisi bu Rasululloh duoda qo'l ko'tardi degan mush hadisdan keyin, masalan, mush duoda qo'l ko'tarish degan mush hadis mushu bir matni bilan yoki bir shakldagi bir matni bilan yoki bir sanatki shu bir ko'p sanada shundan mutawatir o'xshab, mushu labzi undan mutawatir bo'lgan yo'q. Mushu Rasulullohning qo'lini ko'tardi degan shu bir matni anda 70 sahobaga 40 sahobalar rivoyat qilib nima qilgan yo'q va mutawatir bo'lgan yo'q. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nuri bo'lgan hadislar kelganki, u hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nima qilgani va qo'lini ko'tardi bayon qilgan. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nahum yaqin yüzdek, yani yüzgü yakın hadis nima qildi va keldi. Bu hadislarning har birida shu keldiki, u Rasululloh duoda qo'lini ko'targan. Ammo duoda qo'lini ko'tardi degan bir o'rtaq nuqta bor, ammo bu matni shu biz oldin qilish degan ma'no emas. Masalan, bir hadisda deydi Rasululloh istiqoda qo'l ko'tardi. Masalan, ba'zisi keldi Rasululloh javob qunut o'qigan chog'da qo'lni ko'tardi. Yana birisi masalan shaylar qilgan chog'da qo'lni ko'tardi. Demak, bir qanchalagan o'rinlarda Rasululloh qo'lni ko'tardi. Hatto qo'lni ko'tarib duoda qo'ltiqdan oqqa ko'rinib ketdi degan nurg'un yalakinli. Ammo hammasi ayrim nuqta, ayrim munosabat, ayrim bo'lgan mazmun, ayrim bo'lgan bir sanatlar. Demak, endi mush hadislardanki o istiqoda qo'lni ko'tarish yoki qo'lni ko'tarish bularning hammasi mustaqil lazi shaklidagi mustaqil mutawatir bo'lgani yo'q. Ammo bulardagi o'rtaq bir nuqta hammasida ishqi qo'lni ko'tarish bor. Nada ko'tarsin, ishqi bir duoda qo'l ko'tarish bor. Bunda bo'lgan ekan, duoda qo'l ko'taradigan bir umumiy nuqta buning bo'ldi va mutawatir bo'ldi, ammo u hadisninki gavdasi hadisning labzi mutawatir emas. Shunga buni biz endemiz mutawatir ma'naviy deymiz. Masalan, har bir qaziyada o'zi mutawatir bo'lmagan. Qadri mushtarak baynahuma, ular o'rtaq bo'lgan mushtarak bo'lgan bir nuqta bor. O duoda qo'lni ko'tarish, o yo'llarning umumiy e'tiboridan bo'ldi va mutawatir bo'ldi. Umumiy e'tiboridan. Demak, mushu hamma yo'llarni masalan mushu butun munosabatlarda Rasululloh duoda qo'lni ko'targanligi yana yiqilsa, bo'lislar javob 70 dan oshadi. Demak, endi buning bilan bu hadis ma'na nuqtadan mush qo'lni ko'tarish degan nuqtada duoda bu mutawatir bo'lgan. Endi mushu mutawatir degan hadisning shaklarini ko'rdingmi? Bundan ta'rifidagi ma'lum ig'ir shaklarini tunudik. Endi mush shaklar bilan bu shu mutawatir mushkil shakl bilan, mushkil o'lchamlar bilan mutawatir hadis topilamdi. Mutawatir bormi degan bir gap. Endi bunda ulamolar orasida naydi ko'p talashlar bo'lgan. Masalan, bir vaqtda chin o'lcham qo'yib, bu xil o'lchamlar intayin ig'irki mutawatir hadis nima qilmaydi va aslan yo'q. Mutawatir hadis bunda o'lchamda hadis topilmaydi. Hadisning hammasi ahad, hadisda mutawatir yo'q degan qarashlarga kelgan. Masalan, abayqa faqat mushu man kazal alayya mutaammidan falyadabu maqalahu minnar. Mush hadisni mutawatir deb qazi qaydaki, qolgan hadisning hammasi xabar ahad, mutawatir hadis yo'q deb naydi ig'ir so'zlarni qilgan ulamolarimiz bor. Ammo bu ulamolarga bizningki Hofiz Ibn Hajar va shunga nurg'un muhaqqiqlar bunga oid ig'ir raddiyalarni bergan. Mutawatir hadis anda ular degandek unda bir tal, ikki tal yoki yo'q deyilib qolgan yo'q. Ularning yo'q deyishining sababi nima desa, bir ulamolarimiz qallatul ittiloq deydi. Ya'ni u kitobni bo'sh ko'rib qilib, hadislarning ma'lumoti oz bo'lganlikdan mutawatir hadislarning sanatlarini nima qilib bo'lmay, mutawatir hadis yo'q deb bundacha o'g'an deb buni aytmaydi. Ammo yana bir bo'lak ulamolar, masalan, bizningki ulamolar Ibn Salah rahimahulloh mushu mutawatir hadis bormi degan chog'da mutawatir hadis bor, buni aytgan oz. Yani bu mutawatir hadis nayt bakma az degan qarashlarni bayon qildi. Ammo Ibn Hajar rahimahulloh masalan Ibn Hajarning so'zini aytdi mazmunni. Ibn Hajar rahimahulloh dalilki mutawatir hadislar nayt ko'p degan qarashni buni keltirdi. Demak, endi Ibn Salah bir cho'ng muhaddis, hadis sohasidagi nayt ishva Ibn Hajar Ibn Salah o'rtaqlab o cho'ng imom hadish kirsa, bu ikkisining qarashi birisi oz deydi, birisi jiq deydi. Nimishqa bu mutawatir munda birlik kelmaydi degan bir gap chiqdi.
chiqsa, buningni bizdan bir bilik muhaqqiqlar, yani ulamolarning gaplarini tahqiqlab, buni mazmuni bizga yetib turgan ulamolarimiz shunday deganki, Ibn Salahning oz degani, mutawatir hadis oz degani, bu nimaga qaratgan gap? Nisbiylikka. Ya'ni xabar vohidlarga nisbatan mutawatir oz demakchilar. Yani mutawatir xabar vohiddan az. Chunki xabar vohid degan biz necha 10 ming hadis bo'lsa, mush hadislarninki ichida ikkinchi va bu ko'p sonliqini, jiqini mudur va xabar vohid. Bu xabar vohidlarga solishtirgan chog'da mutawatir haqiqatan az. Şuna İbn Salah bir yerde az demekçiden, şu nimeli maksat bulmakçı, xabar vohidlarga nisbatan az demekçi deydi. Ama bizninki İbn Hajarning jiq deganim degan gap anda bo'lsa, bu mutawatir hadislar anda xabar vohid az bo'lsa, nima uchun İbn Hajar buni jiq deydi desa, İbn Hajarning jiq degani, ya'ni mutawatir hadislar ko'p degani, o mutawatir hadislar yo'q deb bir da'vo qilgan bir ulamolar va bir kishilar bor. Mushlarni qilmoqchi va rad qilmoqchi. Ular deganda mutawatir hadis yo'q. yoki shu markazga alayya mutaammiden degandiki bir yerda to'xtab qolgan ish yo'q. Mutawatir hadis ular o'ylagancha ko'p demakchi deb bu yerda har ikki ulamolarning so'zlarini o'z joyiga tuygizgan chaqda Ibn Salah bilan bizning Ibn Hajar rahimahullohninki siz orasida hech qanday bir ziddiyat yo'q deganni bayon qilgan. Endi bu biz ustozlarga qaytib kelsak, ustoz debdiki mana mavjud bo'lsa yujad la ba'sa bihi min ahli mutawatir. Yana la ba'sa bih. Azolmagan demakchi. Yani azolmagan ko'p mutawatir hadislar topiladi. Mavjud. Masalan, bu hadislarning qatori, masalan, Havzi Kevsar haqida kelgan bayonlar hadisi, masalan, utukki masx qilish hadisi, masalan, raqul yadayn fi salat namozdagi ruku'da nimalarda raqul yad qilish masalan hadisi, masalan, ma nazarallohu Mira'an balagha kama sami'a degan bu hadis va undan boshqa nurg'ulgan hadislar bor. Demak, buni ko'p sondagi, ya'ni xili ko'p sondagi hadislar mavjud demak. Ammo yana agar biz ahad hadislar qarab baqadigan bo'lsak, buni soniga, ya'ni buni necha ming hadislar bor emasmi? Mushu 10 minglab, 100 minglab bu hadislarning soniga qarasak, biz mutawatir hadislarning bu ahad hadislarga nisbatan az ekanligini nima qilamiz? Uchratamiz. Shunga hamda biz bayda gap shu. Az deganimiz shu ahad hadislarga nisbatan mutawatirning soni az, ko'p deganimizcha shu mutawatir hadis yo'q, mutawatir hadisning ya 1 va 2 va deb da'vo qilgan birliklarga javob mutawatir hadisning soni javob nurg'un hadislar bor. Endi mutawatir hadislar ko'p ras ham bu mutawatir hadislarning ko'p bo'lganda xabar vohiddak bilib bo'lgan daraja ko'p emas. Buni javob ma'lum sonda to'xtab qoldim. Endi buningga ba'zi 100 necha 170 necha hadisni mutawatir hadislar to'plagan kitoblar va ba'zilarda 200 necha hadisni to'plagan. Demak, ba'zi hadislarda bu sonlar egizpas bo'lgan bo'lsa, bu mutawatir hadislarni bir sonni ilib to'plaganlar. Demak, bu 100 degan son xarajik. Demak, mutawatir hadislar mavjud. Endi bu haqda mutawatir hadis haqida tuzilgan kitoblar bormi desa, bor. Shunga ulamolarimiz mutawatir hadislarni jo'lash va uni mustaqil bo'lgan bir nimada va musannad bir to'plamda qilish ko'ngil bo'ldi. Talibning o mutawatir hadislarga murojaat qilish umid bo'lsin uchun. Ya'ni shunda bir taliblar mutawatir hadisni topachig'ida butun 100 ming hadisni aqtirib qolmay, darhallakini topsinda mustaqil bo'lgan bir kitobda qilishga ko'ngil bo'lgan. Mesela bu kitaplarınki meşhurlardan mesela El-Azhar Mutanasira ve El-Ahval Mutawatira diyen kitaplar. O İngilizce yazılan kitaplar İmam Suyuti'nin kitabı. Bu bablar arasında yani ma'lumiyet hakkında mutawatir olan hadis, falan hakkında mutawatir olan hadisler yani mutawatirning ki hadislarni bablarga bo'lib to'plagan kitap. Esa Kutbul Azhar bu Suyuti'nin ham bu ilgili kitapning qisqartmasi yani xulosasi. Yani birisi Nazmul Mutanasira min al-hadis al-mutawatir Abu Muhammad Jafar kitabından bu mu? Yani mutawatir hadislarni jo'lab tuzilgan kitoblarning birisi. Demek bizningki mutawatir haqidagi gapimiz tugadi. Mutawatir hadislar mushkil shart, mushkil tafsilotlar bilan tugaydi. Endi yana bir gap mutawatir degan atalg'u o'tdik. Mutawatir degan atalg'u shu 4-asrlarda bakroq gavdalanishga boshlagan bir isloh. Endi bu islohningki maydon kirishiga ta'sir ko'rsatgan iqimma asosiyati ilmiy kalam iqimi, ya'ni mantiqlar
islom ilmlariga aralashgandan keyin ta'sir ko'rsatib maydonga kelgan islohlardan birisi. Buningki iltizashadi. Ammo bu mutawatirninki nimasi usul ko'ngilda mutawatirninki ahvoli shu. Mutawatirni biz ko'rdik, mutawatirda hammasi maqbul. Mutawatirning raviylarini buni chaqva bahs qilishga muhtoj bo'lmaydi. Demak, gap tugadi. Mutawatirninki bunda bo'lgan ekan, buning sanadini biz izlamaymiz ekan, buningki bunda yo'llari turuqni izlangan bilan buningcha va raviylerdagi raviy siqamasmi, muttasil emasmi, umum deganni chava unda ma'nimizda qabr vahidda unda ziyodatini qilmaydi ekanlar, izlamay. Shunga bir ulamolarimiz ammo shu hadis isloh babida mutawatirni qilayotganlarga mutawatir ayrim bir fan, chunki mutawatir ulumul Qur'onda mana bayon qilinadi, shu ilmlarni bilish uchun, ilmul yaqin, ilmun nazarni fahmish uchun maydonga atalgan birisi. Bununla tadqiqot az bo'lg'achqa bir kitoblarda mutawatirni chava uzib ilib shu qabr rivoyatlar tushib ketgan ro'y kitoblar bor. Ham bu mutawatirning gapi hamda mush kassak mush kitob tugab bo'lguncha maydonga chiqmaydi. Ammo shuni oxirga chiqqan maydonning hammasi mush qabr rivoyatlarni jiqqa chiqqachqa biz shu mutawatir to'g'riliq gapimiz hamda ma'nosi yo'qmaydi. Shu mutawatir to'g'riliq tushunmagan har qanday mazmun yoki har qanday fikr bo'lsa shu bugungi dars oraliqida yoki kelayotgan darsda hozir vasanlar bo'ldi. Oxiri chiqib qolamiki mutawatir to'g'riliq gap chiqib qolsa shuni bilib qolamiz deb talab kutib o'tamiz. Bizningki ikkinchi mabhas yarım saat vaqtimizga. İkinci mabhas bu hadislardagi mutawatirni bilib bo'lgandan keyin, ya'ni bizga keladigan yo'llar son muayyan bir songa to'xtamay, yuqorida biz degan 4 xil shartni to'liqlagan bir yo'l bilan biz yetib kelgan bo'lsa, buning ismi mutawatir bo'ldi. Endi mushkil shart tushmagan har qanday hadis buning ismi xabarul ahad bo'ldi. Xabarul ahad. Ahad degan lug'atda matda kesak narsa maydi. Ahadımızda üç kısım buldu bunu dep bulduk. Ahad deganning ta'rifiga kelsak, ahad degan qanday hadis esa, ahad degan lug'atda ahdning jamisi vahid degan ma'nosi bir degan gap. Yana bir odamning xabari degan gap. Lug'atda ma yaryu shaxsu vahidin bir odam rivoyat qilgan hadis demakchi. Xabar ahad degani birlar rivoyat qilgan. Ammo isloh kelgan chog'da bir odam rivoyat qilgan hadis degan gap emas. U nima desa, mutawatirning shartlarini jug'lamagan. Yuqoridagi mutawatirga 4 xil shartni o'tirib qo'ydi. Mushg'ul 4 xil shartdan shu turuq o'tirib qo'ygan bir nimozog'i, hali shart, o shartlar tepilmagan har qanday xabarning ismi nimadir va hadis ahaddir. Xabar ahaddir. Ana bu mutawatir bo'lmagan butun xabar, buning ichidagi mashhur va aziz va g'arib va bularning hammasi o'rtaq atalg'usi, nimaga hammasi shu xabarul ahad hisoblanadi. Ana xabar ahadning hukmi nima? Desak, xabar ahadning hukmi baychida o'rab ketdik, bu yana kalamga aloqador ilmun nazariyni paydo beradi. Ilmun nazari degan nima desa, ilmu zaruri, ya'ni bitta ilmu zaruri bu nazarga, istidlolga, dalil talab qilishga muhtoj bo'lmay, bizni tasdiqlashga zo'rlaydigan bir ilmdir. Buni mutawatir ifodalaydigan ilm. Ammo xabar vahidninki hukmi, xabar vahid bizga bir nazar, bir dalil qarashlik bo'lgan, dalil talab qilishga qarashlik bo'lgan bir ilmni qildi bizga paydo bo'ldi. Yana har qanday xabar vahid mutlaq biz 100% ko'zimizdan ko'rgan, quloqimizdan anglagan dikidek biz uni tasdiqlashga majbur qoladigan darajadagi bir ilmni paydo bermaydi. Bu nimani biladi? Bu nazarga, yana nazarga, istidlolga, yana buni bizga yetkazgan xabar yetkazuvchining holi qanday? Bizga bu yetgan xabar asos islomning umum asoslaridan uyg'un kelamdi ekanmamdi. Har bir ma'nosidagi san'atdagi nurg'un istidlol, nurg'un nazarlardan keyin undan keyin biz bu hadisni javob bu xil ilmga shunday ekan deymiz. Demak, bu yerdagi bu hadisninki xabar vahidning hukmi bu umumiyatan shu nazar va istidlolga qarashlik bo'lgan, ya'ni mutlaq bo'lgan, yaqiniy bo'lgan, zaruriy bo'lgan ilm emas, yana nazar istidlolga qarashlik bo'lgan bir ilmni paydo bo'ladi.
Bunlar bunun yollarının sahne qarab bo'lgan buni qismlari. Demak, shu mutawatir xabar rivoyat deb bilishimizdimi? Yo'lning sahne qargan. Hamda mutawatir deganimiz u sanab bo'lmaydigan 3-4 xil noyil ko'p sondagi odamlar rivoyat qilgan mutawatir. Hamda ma'u ahad deganimiz demakda va mushu son demoqan va muayyan son belgilangan. Ya'ni muayyan mancha deb sanab bo'lgan son belgilangan kishilarning rivoyati. Unda bo'lsa bu son qarab turib, bu son 3 olsa, 3'ten ziyade olsa meşhur, 2 olsa aziz, 1 olsa garip deb bu sana qarab turib ayrim bilamiz. Mesela xabarul ahad uzun yollarga nisbatan 3 qismga bo'linadi. Mesela bunun birinchi qism meşhur. İkincisi aziz, üçüncüsü garip. Endi buni biz ayrim to'xtaymiz. Demak, xabar rivoyat qancha bo'linadi ekan? 3. Xabar rivoyat 3 ga bo'linadi ekan. 3 ga bo'lingan chog'da xabar rivoyat qaysi uchi? Meşhur, aziz, garip. Unda da meşhur degan nima desa, meşhurning ta'rifiga kelgan chog'da meşhur uning lug'atda uningki shaharatul am, ya'ni shaharatul amr, ya'ni ishni e'lon qilib, uni ro'shan qilib, e'lon qilib olsam bu meşhur keladi. Demak, ham e'lon qilib taqib olsak, bu ahvol bo'lgan bo'ldi va meşhur bo'lgan bo'ldi. Demak, bizning ba'u yo'lda meşhur ish bu yoki meşhur vaqalik, meşhur shaxs deb qo'yamiz, hammadan biladigan bir ahvol. Demek atalda bu işin hadisi meşhur da atalda bununki nayet roşan, nayet çava aşkara boğalıqının cihetinden yani yolu köp emas, yani 3 cık yollar arkalık gelgendekin bu hemmeden bildiğin bir hadis degen boldu. Demek bu şunun için bu hadis ne meşhur da atıdık deydi. Hoş. Ondan ıslah ne bu? Hadisi meşhur degen ne ıslahta dese, hadisi meşhur ıslahta 3 yoki 3'ten köp adam her bir tabakada 3 yoki 3'ten köp. Yani sahabe, tabi'in, tabi'in. Yani aslında her bir tabak var. Muş tabakalarda da her bir tabakada en az bo'lganda 3 adam rivoyat bo'lsa. 3 adam en az bo'lganda 3 adam rivoyat qilgan bo'lsa. Ma'lum yabluğu haddat tavadi. Ko'plik ham 3'ten ko'p bo'lgan 4, 5, 6, 7, 8 bo'lgan. Bu köplikki nimaga yetmagan bo'lsa va mutawatirlik darajasiga yetmagan bo'lsa, ya'ni 3 tun mutawatir bo'lgacha, ya'ni mutawatirda asan bitgan chog'da bizning ustoz dedi-ku, 10 odam bo'lsa, 10 shaxs bo'lsa deb qo'yishdi. Demak, 3 tun 10gacha bo'lgan orliqdagi hadisning keyin har bir tabaqada az deganda 3 tun 10gacha bo'lgan odam rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadislarning o'zining umumiy ismi nimadir va hadisi mashhurdir degan bo'ldi. Chaqma hadisi mashhurdir degan bo'ldi. Buningki buni hisob misali qasilsa misalni gaptirmaydi. Innalloha la yaqbizu ilma intiza'an yantazahu. Mush hadis bu chog'a buni ediki Shayxon Tirmizi Ibn Majah Imom Ahmad rivoyat qilibdi. Demak, endi ma'u mashhur bo'lish uchun bu yerda 4 musannaf 4 dana shayx rivoyat qildi. Bu yo'llar ayrim sanatdan kelgan bo'lish kerak. Mashhur bo'lish uchun demak 3 dan ortiq sahabasi. Bununki tabi'in sınıfça onudun köp, tabii tabi'imiz onudun köp olsa, ondaki hadis meşhur olur. Endi yerde bir atalgı var, yani o kitaplar uçak kaldı Mustafiz'de. Endi meşhuruna arif genç adam, Mustafiz hakkında azak sözü doğru kıldı. Mustafiz degen nimasi? Mustafiz lug'at degan istipazdan chiqqan ism fa'il. Yani istipaz degan yani fazal ma'tin nima qilgan va ishtiqoq qilingan ism fa'il. Yani fazal ma degan bir qancha usulni qo'ysa, tushab, yolib ketgan bo'lsa, yiqib ketgan bo'lsa, atrofga buni fazal ma deydigan. Endi buni mishqimizda fazal ma deb mushuni ishlatilgan bo'lgan ism mustafizni mishqi bu hadis ishlatdi desa, chunki bu hadis ko'p targ'ochqa hadis yo'li ko'p emas, mana mashhurninki yo'li ko'p bo'lg'achqa bu xuddi targ'at narsa ko'p bo'lgan, ko'p bo'lgan narsa taraydi masalan. Meni qanday desak, buni shu nuqtaga qarab turib intishariga bu hadisni ko'p targ'aliqning jihatdan shu bu hadisni mustafiz deb atadik deydi. Bu lug'at shu. Ammo islohda nima degan gap ekansa, islohda buni ta'rifini ulamolarimiz 3 nuqtaga ixtilof qildi. Endi 3 nuqtaning birinchi 3 so'zga qarab birinchi so'z qadisa muradib bil mashhur. Muradib bilan ma'nodosh. Hech qanday farq yo'q. Mashhur nim bo'lsa, mashhur yana tabaqalardan, sanat tabaqalaridan har bir tabaqada oz bo'lganda 3 shaxs, ya'ni shunda ko'p sondagi odam rivoyat qilgan bo'lsa, buni mashhur demdik, mustafiz degan mashhur. Ayni o shaklan, o ta'rifning uzulan biz mustafizni ta'rif qilsak, ya'ni xatolashmaymiz. Mustafizdan mashhurningki ta'rifda, shaklarda, uning tafsilotida o'xshash ikisi gap degan so'z
Bu cevap birinci söz. Hem bu söz o muhtar. Yani köpüge ulamalar tarafından tanlangan. Hem bu bizim muhakkiklerimiz bu şununla ilgar da bu fikrine tanlagan karşılan birisi bu şu. Birinci karaş Mustafiz'ninki meşhuruna çıkanlar farkı. İkincisi karşı digenizde, ikincisi bu Mustafiz diyen gap nimadan o meşhurun sal hasra. Demek meşhurun has digeni Mustafiz'nin gayrına meşhur digen oldu. Ama Mustafiz bulaştığın çukum o meşhurdaki şekle tepilgandan taşkırı yine ziyade bir narsa tepilgan buluş gerek. Yani has narsına süpetlere sel şekle ziyade olmaz mı? Demek Mustafiz digen şu meşhur digen şekle tepilgişlik şeklenin hemimiz tepilgişinden birle onu haslaştırdıgan ma'lum bir alaylik iyi bolğany budur wa ta'rifdir. Yana qazy dese, demek Mustafiz degenimiz meşhurdaki o ta'rif şu. Ama bir o Mustafizde şu şart bilinadiki yana ziyade şart onun isnadynyň iki tarapi barabar bolgan bolyşy. Yes tabii iki tarapi barabar bolgan bolyşy. Şart bolady ama Mustafizde şart yani meşhurda şart bolmaýdy. Demek Mustafiz meşhuran okşaş yani en tutan bolgan 3-3'tün artık adam bolgan bolyş gerek. Mustafiz meşhurnyň şartlaryny toluklandan taşkary bunun da bir şart senin iki tarafı. Yani iki tarafı var. Biri şu sahabe taraf. Yani demez Resulullah'dan bir vasıta hadis algan senin en yukarı. Yine birisi söylese şu İmam Buhari'nin ustazı mesela. Ya İmam Tirmizi'nin ustazı. Demek müşayke bu iki yolda, bu iki tane tarafı bunun için okşaş olgan bolsa. Mesela yukarıda 3'te, mayadım 3 yaptı. O ayet öttü, mayadım 4 yaptı ahırda bolgan bolsa bu çok Mustafiz. Ama o beşi de yani sahabet bolgan tarafı cevap 3. Ama ahir kelgen çağda bunun cevap 10 20. Manda indi jaq mende azap qalgan bolsa, bunu meşhur dep manda şeklerine qo'ygan. Yana birisi qarasa ona aksi. Yani aksi degani qarasa Mustafiz degan onu şart olmaydi. Mustafiz deganimiz o meyle sanatning avvalo yani sanatning sahabesi va taraf bilan oxirgi taraf bilan chiqsa o'xshash bo'lsin, o'xshash bo'lmasin, buni farq etmay hammaning deymiz va Mustafiz deymiz. Ama iki tarafı beraber olsa bunu meşhur deymiz deb bunda farqlandirganlar bor. Bu farqlantirishlarni chiqanda aniq nimisim yo'q. Muhimi Mustafizlar meşhur, muradib degan bu qarash eng tanlangan qarashlardan birisi. Yani bir gap meşhur degan bir bu hadis yani hadis meşhur degan bu atalg'on ko'pligan yani uchraydi. Masalan bu nurg'ulg'an kitoblarda hadis meşhur deymiz. Yani bu yerda yeni bir meşhur var. Bizningki o'lchamlik bo'lgan ulumul hadis ulamalarimiz. Yani hadisdagi bizningki olimlarimiz bir hadisni meşhur desa, bayqi biz degan shartlarga, bosh degan o'lchamlar bilan shu isloh bilan deyilgan meşhur maqsad qoldi. Ama yine bir derdeki meşhurlar var. Yani bu meşhurlar var, bu meşhurun gayri islahi deydi. Yani bizden yukarı diyen ta'rifimizin başkaça olan meşhur. Onu fakat lügat manası asas kıplikinde meşhur diyen bu hemmeden bildiğin, hemmeden ağızda var, hemmeden okuduğun diye yapı lügatta. Muşu lügat asas kıplikinde hemmeden bildiğin, hemmeden okuduğun hadisinin köplerini meşhur deydiğin geplarni cevap meşhur deydiğin atalgılarını işletken. Ama bu meşhur mudur va? Meşhur gayri islahi. Onunki ravilerinin sani, onun tabakadaki ravinin sani oltamaydı. Fakat o hadis ahlarning ig'zidan bo'lgan bo'lsa va meşhurlab hammadan biladigan bir hadis bo'lgan bo'lsa, buni hadis meşhur degan, ama bu meşhur gayri islahi. Endi meşhur gayri islahi deganda nima maqsad qilsa, mashtahara al-alsina min gayri shurutun tu'tabar deydi. Yani yuqori nima qilgan itibar qiladigan shartlarni shart qilmasdan alal alsina tillarda meşhur bo'lgan hadislar maqsad qilinadi. Tillarda. Mesela avamun nasın ağzında, ulmanın ağzında mesela. Yakin ma'lum bir saha adamların ağzında meşhur bo'lgan bir hadislar var. Bu hadislarning sanada o meşhurluk ölçümü tushmaydi islahga. Ama hammadan biladi. Bunu meşhur degan, ama bunun hükmü yuqori deganda biz meşhur islah hükmü tushmaydi bu. Ama fakat lug'at jihatga buni biz atab qo'yishimizdagi bir meşhur, shunga buni meşhur g'ayri istilohi deb atagan. Andada bununki meşhur üzü meşhurlar, bunun hiç qanday isnadı olmagan, malahu isnadı var. Yani bir isnadı yok. Yani mevzu deyimiz, yalgan hadis deyimiz, isnadı yok. Isnadı yok, bunda bir isnadsız hadislar, yani hadislar atılıp qalgan, ama bununki sağlam bo'lgan bir isnadı olmagan hadislar. Mevzu o'xshash, bunda bir so'zlar var. Bu meşhur. Nurg'un odamlar tilga oladi, nurg'un kishilarning og'zidan chiqadi, amma uning hadisniki deb hammadan Resulullah'ın etkende sözleydi, ama biz ölçümümüzde kitap tutarsak onun bir isnadı yok.
Yani bu cevap uydurma. Ama muşunda sözler mi? Bu sahlanın ağızda meşhur boğan ahvallar. Mesela bunun arasında bir tane isnadı olduğu var. Yani garip demek çok etti ki garip eslem. Ama üzü garip olsa mı ıslahta ama bu tıllardan ait dastan bulup hemmeden bilirgan bu bunun bulup ketken bu şu noktadan bu meşhur bulup ketken. Bizim eslideki senet itibarıyla bu garip yani bir isnadı var dediğimiz garip değil. Ya kendi onun için hükümeyde onun için yani malahu ekser min isnad. Yani birden köprek isnadı var. Mesela 2-3 isnad ya ki 2 isnadı. Laqo şu zaten islahi bo'lgan meşhur oldu. Hem islahi bo'lgan meşhur hem ama 2 bo'lib qolgan bo'lsa, buni azizdan tuqu va 2dan ko'p bo'lsa, bu mushundalik sanatning tigida yoki 2 yoki 2dan ko'p yoki javob 1 yoki ba'zan javob taki ya'ni la yujallahu isnadun aslan uni asla isnad topilmay turib nima qilib qolgan bir mashhur qolgan bunda hadislar bor hamshirlar. Endi mushu bularning hammasini yuqoridagi islohiyimizdagi o'tirib qo'ygan bir mashhurligi bu xil shartlarga tushmaydi. U shartga tushmagan ekan tabiiyligida shu biz yuqori degan mashhurning hukmini ham ololmaydi. Hem de gayri islahi bo'lgan mashhur turlarga kelsak, buni ait ko'p mashhur. Masalan, buning turlariga ait ko'p. Masalan, ba'zi va ahli hadisdan, xosatan hadis ulamolarimizning orasida mashhur bo'lgan bir hadislar bor. Masalan, Enver Sazan hadisiga, masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zakvan qabilasiga ziyni duo qilib, nima qilgan rukudan keyin bir qanot o'qigan degan hadis. Masalan, bu hadisni nurg'ulgan ahli hadis orasida hammasi tilga oladigan, hammasi kitoblarga qalamga oladigan, hammasi biladigan hadis, ammo bu biz yuqoridagimizdek mashhur islohiy emas. Yani islahimizdeki mashhur emas. Yine birisi qasid etse meşhur min ehl-i hadis ve ulema ve avam. Demek bu meyli ehl-i hadis olsun, meyli başka hadis ulema olsun, meyli avamın nas olsun, halk olsun. Hemmisinin arasında ortak meşhur olan bir hadisler var. Mesela el-muslimu men selim el-muslimine min lisanihi ve yedihi diyen hadis mesela. Bunu Türk mü buludu, davetçi mi buludu, hadisçi mi buludu. Hem adam arasında meşhur olan hadislerden birisi. Yine birisi puhalarının ki arasında meşhur olan fakihlerine ait köp işlediğin hadis. Mesela Ebgazul halal ilallahi talak mesela. Her kanda hadis kitabınınki, mesela her kanda fikih kitabınınki talak babı varsa talakın hükmüne bayan kılıp o halal ama bu hadisine gelip ebgazul halal dep cevap bayan kılıp ebgazul halal ilallahi talak deydi. Bu bütün fakihler bu talak babı degan her kanda bir fakih bir qetim tutulgan. Her kanda bir fikirden şug'ullanan kişi biladigan meşhur bo'lgan hadislardan birisi. Yine birisi usul ulemalar arasında, yani usul fıkıh ulemalar arasında meşhur olan bir hadis var. Mesela Rufiyan ümmetul hata ve nisyan mesela aleyhi diyen bu hadis mesela. Bunu mesela mehkumun aleyhinin kelimesi talik babıda ya ki ehliyetle babıda mesela nurgulluğun bablarda usul fıkıhda bu cevabına daha köp tılgalımız usul fıkıh babıdır ki şu hakkında izlengen her bir adam bunu tılgaladığın hem şuların tılgada meşhur olan hadislerden birisi. Yana birisi nahvchilar orasida mashhur bo'lgan hadis. Masalan, grammatik ulamolarimiz orasida naql ilib mashhur bo'lgan hadis. Masalan, Ni'mal Abdu Suhayb, "Law lam yakhifillah lam ya'si" degan hadis. Masalan, buni ulamolarimiz masalan nahvchilarga borgan chog'da Ni'mal Abdu Suhaybda yoki Ni'maning babida bu Suhayb undan bilal mo'yakan maqsud bilmadimi? Ya'ni "Law lam yakhifillah lam ya'si" deki, bu yerdeki lawning babidagi jazo haqidagi bo'lgan boblarda köp nehvçilerimiz bunu şahitlikle keltirip bunu köp tılık aladı. Ama bu nehvçilerin arasında meşhur olan hadis. Hem sinema ahirdeki akhracahu plan diye gap nurgulga yani köyden var. Demek bu hadislerin ki bir mesela bunu İmam Rıskat'ta mesela avamın nas arasında meşhur olan hadisler. Avamın nas arasında meşhur olan hadisler misal mesela el-acadu mine şeytan. Hemen bilimiz bu aldıran olan şeytandan deplikinde depkoyda ağzımızı tutulan turu da teyyalan bu yap. Ama bu hadisinki senedi, sınadı biz yukarıda otkan meşhurunki ölçümü düşemdi ya düşmemdi. Bunu da durgun ümümüz var. Bununla ayrı izniş gerek. Bu ündeymez. Bu bizninki silahimizdeki meşhur emez. Bunu Tirmizi'ye çıkargan, bunu Hasan geldi. İmami Tirmizi bu hadisini o'zininki kitobiga keltirgan va uni Hasan degandaydi. Fakat yuqorida qarasak, bu hadislarning hammasininki ba'zisini sanadi bor. Ya'ni Buxoriy Muslimda bu hadis sanadi yoki ikki yo'ldan kelgan.
Ba'zicha va haqiqatan islohiy bo'lgan mashhurga tushadigan deydik mashhur hadislar va ba'zilaricha va buni asla masalan qanday emas al ajratu min shayton degan o'xshash asla demaduncha va shu ominnas arz mashhurga lekin uning sanada bir o'g'an hadislarimiz bor la asliga nahvlar arasida ni'mal abdu sahib law lam yakhifullah lam ya'si asla bu isnod yo'q lekin nahvlarning hammasi o'zlarining babida ko'p mashhur bo'lib ketgan bunda hadislar bor. Yani bu meşhur ama meşhur ne bilen lügat itibarıyla ama islah itibarıyla onda meşhur değil olmaydı. Hoş, onda vazgeçme bu müşkül meşhurun hükmü ne? Bu tilde meşhur gayesler el meşhur el elzine. Onda islahi meşhur emez. Fakat tıllada meşhur olup ketken bu hadislerin hükmü kanda oldu ise bu meşhur. Yani gayri islahi olan bu meşhur üzerinin sahih ya ki gayri sahih bu işten mukabbayda o ispatlanmaydı. Bu meşhurma ve gayri meşhur yani meşhur islahi olan meşhurma ve gayri islahi olan meşhur her ikilisi bu bizdeki meşhur olan yani üçten yukarı senede olan hadis doku bu meşhur hem yerdeki gayri islahi olan meşhur her ikilisi bunun sahihlik ve gayri sahihlikle alakası yok. Demek bu hadisin 3 tane senede olan üçüncüsü zayıf boktuğu hadis cevabı yani sahih emez. Yani bazı hadisler var, bu hadislerden çoğu asla mesela 3 tane yolu olsun mu? Lekin bunun çoğu bir yani ikisi çoğu kelgen senede sahih oldu, yine bir senede çoğu yine bir kelgen yolu zayıf oldu. Demek bu bizden meşhurluk'nınki mevzuku biz yukarıda bölgen şeyimize itibar qarsan olur. Biz bunu sahihlik ya gayri sahihlik noktasından bölmedik. Fakat şu bizge hadisinin kiriş yollarını sana qarab böldük. Sanıqlan qarab. O sahih, gayri sahih, makbul, gayri makbul alakası yok. Şuna bu kallanlarda bu meşhur diyen gap, sahih diyen gap çoğu çünkü bunu yol çıkken, garip diyen gap, aciz diyen gap çoğu az kere oynap kalsak olmaydı. Garipler var, sahih. Ama meşhurlar var, sahih boğay, ular vardı. Bu meşhurluktan ki onda sahihlik ve gayri sahihlik yok. Şuna meyli o islahi boğan meşhur olsun, meyli gayri islahi boğan ma, tıldı islahi boğan ma, o gayri islahi boğan meşhur olsun. Bu üzerinin ki sahih ya ki gayri sahih bu işler makımbayda olan sıfatlanmaydı. Belki onun katarın sahihlerim var, o meşhurlarının ki, yani islahi, gayri islahi olan bu meşhurlarının ki, sahihlerim var, hasenlerim var, zayıflerim var. Belki hatta mevzularım var. Mesela, net senetin ki gay, hemisi mevzu olay mesela islahinin ki. Yakin zaten ma o islahi bulmayan meşhur olduğunun ki, mevzularım var. Demek, yani bu bizde bir sual koydu. Mesela bunun ki, bizge hadisinin sahihinin gayri sahihinin payaklısı geçkanda alakası yokken, bunu biz meşhur, aziz garip de bilişimizden nimişke biz bunda avor bilimiz hemiz haber rivayetken bunda olgan eken o'xshashlikni buni bilaversak olmamdi desa deydi bana. Lekin agar mashhur istilohiy sahih bo'lib qolsa, demak bu hadisning sanadi 3 degan mush o'lchamga tushadigan mush o'lchamdagi hadis mashhur sahih bo'lsa, uning uchun aziz va g'aribga uni tarjih qilgan uni kuchlat deb ko'rsatadigan bir orzuq bo'lgan bo'ldi. Demek bir hadis keldi bizde. Hadislar mesela taarruz adillat ko'p uchraydi. Dalillar ikkidan hadis keldi. Bu ikki hadisninki mazmun jihatda buni hal qilolmaydigan. Cho'qim ikkidan birini olmasak, buni javob bunda jug'lab yoki qiladigan ehtimollik yo'q bir hadislar yo'qdi. Bu hadislarning har ikkisi sahih. Mesela bir hadis var, o garip. Bir hadis var, o javob mashhur. Har ikkisi sahih. Ama bu ikisinin taarruzini hal qilolmaydigan darajadagi bir nima qildi va bir tarjih qilib, ma birini javob tercih qilmasak bo'lmaydigan darajadagi bir qiyinchilik qo'yiladi. Bu chog'da qanday qilamiz desa, biz mashhur yani hadisning 3 o'g'ini aziz g'arib ustida nima qilamiz va tercih qilamiz. Demakki, mashhurni olamiz, aziz g'arib bo'lib qolganicha qo'yib qolib turamiz. Bu demakki buni olishninki olishligi shu demak. Unda da mushu mashhur haqida tuzilgan kitoblar bormi, mashhur hadislarni jug'lab desa, endi mushu mashhur hadislar da tuzilgan nurg'on kitoblar bor deb buni debdi, nurg'on kitoblarda izlab baqsanglarmi chiqadi. Ammo mashhur hadislarni tuzgan, mashhur hadislarni to'plab tuzgan kitoblar asos jihatdan islohiy bo'lgan mashhurni asos qilmay, g'ayri islohiyni asos qilgan. Bu bizda aniq nuqta. Shunga mashhur hadislar ekan bu deblikda kallamizga islohiy bo'lgan mavzuni kirgizib olsa, bu mashhur hadislar degan mushu to'plamlarda, kitoblarda asos jihatdan mushu g'ayri islohiy bo'lgan, mutillarda aslan bo'layotgan hadislarni nima qilgan
jo'g'lagan. Maqsad bu yerdagi mashhur hadislarda to'plangan musannafalar bo'lgan maqsad tillarda mashhur bo'lgan hadisdir, unda islohda mashhur bo'lgan emas. Mushu tuzilgan kitoblardan birisi Maqasidul Hasana fi Mashtahar al-Sunnah degan kitob. Imom Sahoviyning kitobi, ya'ni bu 10-asrda yozilgan kitoblardan birisi. Yana birisi Kashful Xafa Muzi al-Bas degan kitob, fi Mashtahar al-Hadis al-Asnatun Nas degan kitob. Bu mushu maxsus mushu tillarda mashhur bo'lgan, ya'ni g'ayri istilohiy bo'lgan hadislarni to'plab yozgan kitoblardan birisi. Yana birisi Tamyizut Tayyib min al-Khabis fi Asnatun Nas min al-Hadis degan kitob. Bu Ibn Dayba Shaybonining kitobi, yani muammo nimaiki mashhur hadislardagi bir nimalar bilan bunga tahlil etamiz, bu manbalarni ko'rishdan tuzilgan kitoblardan birisi. Foydali kitoblardan birisi bu. Eğer biz g'aybdan boshlaylik, azizlik duatli bir shunga tugaydi bo'lajak. Oldinda chiqim deb ketdik. Hech gap yo'q. Bu biz mutawatir xabar rivoyat bo'lgandan keyin xabar rivoyatni mashhur, aziz, g'arib deb bo'lgan. Endi mashhur boy yuqorida deganimizda shu xil ta'rifotlar bilan, shu xil tafsirlar bilan tugaydi. Endi buningki islohiysimi, g'ayri islohiysimi, har ikkisininki hukmi bunun sahih yoki zaiflikdan chiqqan aloqasi yo'qligini, bunun ba'zisining sahih, ba'zisining hasan, ba'zisining zaif bo'lganligi, hatto bir-birlarining mavzu bo'lganligi buni nihoyat muhim nuqtalar kelmasa bo'ladi. Endi yana biri bu ikkinchi turi bu hadisning aziz. Aziz degan bu nima desa, lug'atda bilan chiqim deb bo'ldik. Buning ta'rifida ikki xil qarash bor lug'at ma'nosida. Biri azza ya'izzudan yoki azza ya'azzudan chiqqadi deydi. Endi azza ya'izzu deb chiqsa, azza ya'izzu deb bunda kasra bilan kelgan bo'lsa, bu oz degan ma'no, qalla nadra degan ma'no, oz degan ma'no ekan. Ammo azza ya'azzu deb bu fath bilan kelib qolgan bo'lsa, qaviy ishtadda kuch degan ma'no ekan. Nima ishqa buni mayli ozliq degan ma'no bilan, masalan, azza ya'izzu degan chig'imiz. Ya'azzu degan chig'imizda kuchli degan. Bu ma'no bilan bu hadis azizning nima aloqasi bor? Bular bu hadis aziz deb atab qo'ydi desa, bunun sebebi onunki liqillati vujudihi ve nadarihi. Yani azza ya'izzu olan az diye gelmezmi? Hadisi aziz nedir? Azdır. Ma hadisi garip, hadisi meşhur nispeten bu hadisi aziz degan az. Çünkü hadisi meşhur deganimiz nima? 3 ta maktab bizninki o'zimizni mutawatirning aniqlansam 10 qo'ydik. Demak 3 ta o'ngacha bo'lgan orliqdagi 7 halqaning hammasi bu nimaning halqasi? Meşhurning halqasi. Ama g'arib namacha va g'arib hadislar nurg'un ko'p. Ammo aziz degan tabiqada faqat 2 lar bo'lsin edi. 3 qolsa mashhur keldi, bir yo'q qolsa maqolda uningki g'arib bo'lib qoldi. Demak azizning halqasi faqat 1. Bir yo'qmi buna oid az. Hadis aziz mashhur hadis nisbatan g'arib hadis nisbatan oz tepildigan bo'lg'achqa, buning deymiz shu azza ya'izdan chiqib, aziz yani oz hadis degan bundan atagan debmi? Yakanda ba'zilar debdi, yakanda azza ya'izdan bo'lgan aloqasi nima esa, uningki g'arib nisbatan, hadis g'aribni faqat birlam bo'la emasmi? Ya'ni ikkinchi yo'ldan kuchlanmagan. Hadis aziz degan u hadisninki yana bir yo'ldan kirishdan kuchlangan joyda. Demak, hadis aziz degan buning yo'li 2 degan gap, 2 yo'ldan kelgan hadis degan gap. Demak, ma bir hadis yolg'iz bo'lgan joyda buning ismi bitta va g'arib bo'ldi. Ammo bu yana bir yo'l orqali kirish orqali 2 yo'ldan keldi. Demak, shuni o'ylancha va g'ayb nisbatan bu yo'l kuchaydi. Kuchlanganligi uchun bu hadisni biz nima dedik? Hadisni shuna azza ya'azzudan chiqarib aziz yani kuchlik, yani g'ayb nisbatan bu kuchlik degan bunday ma'noda lug'at bilan aloqasi bor. Isloh deganimiz, shu islohda uning raviylari, mushu sanad tabaqalarining hammasida qaysi bir tabaqada nima qilib qolgan va 2 dan azlab ketmagan. 2 dan azlab ketmagan bo'lsa. Mana sahobis 2 sahobni rivoyat qilib ko'p bo'lib ketibdi. Yine aziz. Yana birisi nima o sahobis ko'p yoki sanad jarayonida ish ko'p qilib turmagan bir tabaqada bunda bo'lsa yana aziz. Demak, tabaqalari qaysi tabaqada raviy soni az bo'lsa, shuningda 2 dan azlab ketmagan bo'lsa, buningki hadisning ismi aziz bo'lgan bo'ladi deydi. Xo'sh, bu ta'rifning sharti bu gapni ajiqdab ketdik tizimimiz. Bu ta'rif shuni ya'ni demakki, sanad tabaqalarining har bir tabaqada
ikkidan az tepilmagay. La yujat. Yani nima qilmagay? Sanat tabaqalarining har bir tabaqada ikkidan az kishi tepilmagay. Yani bitta bo'lib qolmagay. Ammo agar sanat tabaqalarining ba'zisida, yani eng az bo'lgan bir tabaqada, masalan, sahaba tabaqasi 2 ekan, sanat tabaqalarining ba'zisida, masalan, tabi'in yoki tabi'iy tabi'in deganda 3 yoki 10 dan ko'p bo'lib ketgan bo'lgan yo'q. Masalan, sanat bundan eng az bo'lganda, masalan, sahaba bo'lgan tabaqada 2 ko'pdi, tabi'inda 10 kutamdi, 7-8 kutamdi, bunga aloqasi yo'q. Demak, eng az bo'lganda 2 bo'lgan bo'lsa, buni nima qilamiz? Aziz deymiz. Yani şu şartlarınki o sanatdagi tabaqalardagi bir tabaqada bo'lsa-mu isnan. Yani bir tabaqada, yani sahabi dolamdi, tabi'in dolamdi yoki tabi'iy tabi'in dolamdi, qaysi bir tabaqada bo'lsa, nima bo'lib qolgay? Mushu 2lik degan bu son saqlanib qolgan bo'lsa, bu hadisni aziz deymiz. Chunki ibrat sanat tabaqalaridagi eng aziz bo'lgan. Ko'p bizda mayli mashhurdimi shu, mayli azizmi shu, mayli g'ayratmi shu, eng az bo'lgan xalqini, tabaqani qatag'alamiz. Shu az bo'lgan ikkidan ozlab ketmagan bo'lsa, buni biz aziz deymiz. Mushu ta'rif eng rojih ta'rifdir. Buni Hafiz ibn Hajar rahimahulloh buni mushg'il ta'rifni tarjih qilgan deydi. Har bir tahrirlab bizga tahrirlab bergan, bizga qarash mushu ta'rif shu. Endi bir bilan ulamolarimiz debdi, ya'ni aziz degan nima esa rivoyat isnayn avsalasi. Yani 2 yoki 3 dan rivoyat debdi. Endi mushu 3dan mushunda bo'lgan chaqda kalam yepsilu an mashhur bo'lgan. Demak, mushunda desa, ya'ni bu 2 yoki 3 degan chaqimizda uzun suratlarining ba'zisida mashhurdan o'yincha farqlantirilgan. Demak, 2 bo'lgan chaqda o mashhurdan farqlanadi. Demak, 2 bo'lgan chaqda buni aziz degan gap yo'q. 2 va 3 aziz bo'lgan chaqda 3 mi aziz o'tgan. 3 mi aziz o'tgan. Ammo biz bayqimizda bo'ldikki, 3 yoki 3 dan ko'pni o'zida muzoqlan mashhurdir. 3 dan ko'p bo'lib qolsa mashhurlikda xilof yo'q. Faqat shuniki bir nuqtasi 3 bo'lib qolgan chaqda azizmidi bo'lgan, mashhurmidi bo'lgan bunda bir olish kuchi bo'yicha farqlantirilmagan. Shuna mahil ta'rifni Hafiz ibn Hajar buni farqlantirish uchun aziz degani faqat 2 xos degan qarashni keltirdi. Ammo ulamolarimizdan nihoyatda bir bo'lak kishilar buni javob shu 2 deganni to'xtatmay 2-3 deganni davom qildilar. Masalan, Imom an-Navawi rahimahullohmi o'zining taqib degan kitobida amma shu 2 va 3 deganni javob olgan. 2 va 3 deganni. Hatta ondan keyin yozilgan shu Manzumatul Bayquni, ya'ni Bayquni manzumasida asajiyatin 2-3 degan gapni javob qilib qo'ygan. Shuna Manzumatul Bayqunida aziz marwisnayn aw salasa. Shu 2 aziz deganimiz 2 va 3 nomimizda rivoyat qilgan hadisidir. Mashhur marwi fawqa salasa. Yani 3 yuqori bo'lsa, undagi mashhur deganni keltirgan. Ammo Ibn Hajarning bu ta'rifini keyin muhaqqiqlar aytdi va aziz alaqani mashhurdan farqlantirishda har jihatdan aytdi, muxtar bo'lgan qarash deydi. Shuna bu ta'rif 2, 3 emas. Buni qalbimizda ravosaq bo'lgan qarashlar. Buning misoli masalan Shayxon degan shayximizda bizning hadis sohasida bir daqiqamiz qildig'ini Buxoriy Muslim. Imom Muslim Shayxon desa, Imom Buxoriy va Muslimni qalamizga olsak bo'ldi. Anas roziyallohu anhuning din bir hadisni rivoyat qildi. Anasning hadisi. Demak, sahoba Anas bir yo'l Buxoriy o'zi yolg'iz, ya'ni Muslim yo'q, ya'ni Buxoriy yolg'iz Abu Hurayradan bir hadis oladi. Demak, Buxoriy Muslim birlashib turib, Anasning yo'li orqali, Anas roziyallohu anhu yo'li orqali bir hadis keldi. Sahabasi Anas. Yani Buxoriy ayrim bir sanatdan, yani Muslim bilan birlashgan sanat emas, ayrim bir sanatdan berib, nimadan Abu Hurayradan javob keltirdi. Demak, yo'lining bo'ldiga 2 bo'ldi. Yani sahabasi 2 bo'ldi. Bu 2 yo'ldan rivoyat qilgan hadis, masalan, payg'ambar sallallohu Abu Hurayradan payg'ambar dediki, la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayhi min walidi va nas ajma'in degan ma'vo hadis. Bu javob aziz. Endi buningki yo'llanka tabiqadagi ravilarning soni zaten ko'p, ammo sahabis bo'lgan o'sha azab nima qilgan, bo'lib qolgan ko'pincha tabaqasi shu o'rni, masalan, Abu Hurayra ham ana nimadir Anas ikki sahobadan kelgan. Masalan, durg'un hadis masalan Anas bin Qatada Aziz ibn Suhayb rivoyat qilgan hadis va uni bu hadisni masalan bu hadisning ayrıdagi tabiin
tabiinlar tabaqasi qarasanlar, mesela Enes'ten qarasak, birinchi sanada nimatta olinki Enes, ikkinchi sanada nimatta yildizi Abu Hurayra. Enes'ten bo'lgan yıldızlar, mesela Enes'ten bo'lgan bo'lsa, aslida yana Qatada ve Abdülaziz ibn Suhayb, yani bu yerden ikki. Hem de bu hadisni Qatadadan Shu'ba ve Sa'id, yani ikki, yani tabiin nima. Uningdan mu, yana uningdan yana Ravahu an Abdülaziz'den İsmail ibn Ulayya, Abdülvaris nima qildi va rivoyat qildi. Demek tabiindan yani ikki. Ama bunun qarasak, mush hadisni her biridan, yani mush yuqoridagi qasdan İsmail ibn Ulayya, Abdülvaris. Yani her ikisinden cemaat, köp sandaki adamlar rivayet kıldı. Demek sahabesi iki bunun her bölümlerde, tabakalarda az olanda bu raviyanın sanı hiçbir kemik etmegen. Bu hadisinin bulduğu meşhur değil. Yani bu haqda tuzgan meşhur kitaplarda kelsak bu haqda azacatten hadis aziz hakkında has kılıp ulamalarımız kitaplarını tuzmagan. Endi bu nima ish qilib bunda tuzmagan desa, buningki illatini bayon qilib qarash buni tuzmaslik sababi liqillatihi, buni aytdi, aziz aytdi, oz bo'lganligi uchun bu mashhurga nisbatan mag'rurdan bu bak oz, buni ayrim bir to'plam, ayrim bir kitob tuzishga hojat ko'rmagan. Yana birisi, endi bunda kitoblarni tuzish nima yo'q ekan, cho'ng bir foyda, muhim bo'lgan bir foyda hosil bo'lmaganligi uchun tuzmagan da bayan qildi, ammo harbiy qosilarimiz abdan o'qib tuzsakcha hech qanday cheklimi yo'q, tuzsak bo'laverdi. Bu yerda burunda tuzilgan maxsus aziz hadislarni to'plab tuzgan kitob bormi desa, tuzilmabdi, bu bo'shliqkan aronlardan chiqib abdan o'qib tuzsanglar bo'ladi. Va oxirida alhamdulillahi robbil alamin. Bizning bugungi shu masalada hadis haqidagi darsimiz oxirlashdi. Qolgan boshqa qarindoshlardan sortgan savollaring bo'lsa, so'rasanglar bo'lmasa, darsni buguncha gap uzr o'tib qoldi. Inshaalloh oxirlashtirsak.